Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Yangi bir qatimliq ochiq suhbat programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Qadrli qarindoshlar, hammalarga ma'lum bo'lgandek, biz bu programmamizda har xil sohalardagi qarindoshlarimizni, mutaxassislarni, kishilarni, jamiyat mas'ullarini chaqirib, har xil shu millatimizning da'vo yo'lidagi programmalarni o'tkazib kelyapmiz farqli shaklda. Inshaalloh bugunmi shuning jumlasidan ilgirma bir qancha qatim o'tkazgan edik. Yangidan qurilib faoliyatga tushishga uzun bo'lmagan bo'lsa-mu, qilgan bo'libmi ijtimoiy yordam, yetim yesirlar yordam xizmatlari bilan tonilayotgan, jamiyatda nurg'un yaxshi xizmatlarni qilayotgan Nuzgum Kültür va Aile Cemiyetining xizmatlari haqida programma o'tkazamiz. Bugungi qimmatli mehmonlarimiz Nuzgum Kültür va Aile Cemiyeti raisi hurmatli Munavvar Öz Uyg'ur xonim, shundaqla jamiyatning moliya mas'uli Ilminur Sidiq xonim taklif qildik. Qimmatli vaqtini chiqarib kelib berganligi uchun oldindan ko'p rahmat etamiz ikkalanga. Rahmat sizlarga. Endi qadrli qarindoshlar, hammalarga ma'lum bo'lgandek programmamiz naq maydondan taqdirlayotdi. Suallarınlar ekranın aldı çıkıp duruyatkan WhatsApp orqali sual so'rasanglar bo'ldi her ikki xonimdan. Shundaqla ko'p qarindoshlarimizning foydalanishi uchun programmani ham baharlashib qo'yishinglarni boshqa guruhlarga umid qilamiz. Yoki bevosita mushaga bog'lanib telefon qilsanglarmi bo'ladi. Ham Ilmnur xonim jamiyatninki, Nuzgum jamiyatninki ham tashviqot mas'ulligini qilyapti. Ham moliya mas'ulligini elib berayotgan odamlar ishlayapti. Endi hurmatli sizdan boshlasam Munavvar xonim. Aldı bilan shu o'tgan qatimimiz siz bilan o'tkazgan suhbatda jamiyatning yetim yesirlar haqidagi qilayotgan asosiy umumiy xizmatlar haqidagi qiyinchilik va ijobiy salbiyatlarni paranglashgan edik. U yerga qaytadan so'rashning hojati yo'q deb qarayman. Shuning uchun bevosita sizdan bu ijtimoiy yordam xizmatlarida asosli xizmatlar bor. Qanday bir taraqqiyotlar bo'ldi? Bu yerdan boshlab kirsak. Assalomu alaykum. Meni bu programmaga da'vat qilib, bizning xizmatlarimiz haqida ma'lumot elish va qarindoshlarimizni bu haqda tushuntirish uchun taklif qilganingizga rahmat. Barliq ko'rinmalarımızın hammasiga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deyman. Biz burun sizin deganingizdek Nuzgum Kültür va Aile Cemiyetining qurilib ancha uzun o'tmagan vaqtimizda xizmatlarimiz to'g'riliq ma'lumotlarni bergandik. Shu 3-oy kelsa bu cemiyetimizning qurilganiga dal bir yil bo'lgan bo'ladi. Cemiyetlerine nispeten etken çağda ömrü kısa, yani kısa bir cemiyet oldu, yani yanıdan kurulan yaş bir cemiyet hesaplandı. Lakin biz Şerq Türkistan Teşkilatlar Birliği'deki qarindoshlarimiz bilan uzundan beri birlikte devam kılıp kelyapkan. Şahsen özüm Ma'rif Cemiyeti'ninki bu cemiyet hizmetinde 10 yıldan artık bir hizmet tecrübem bo'lganligi uchun bu xizmatga mas'ul bo'lib kirgandan keyin yaqindan qo'llab quvvatlaydigan qarindoshlarimiz, shundaqli yuqori darajadagi rahbarlarimizning yo'l ko'rsatishi bilan bizning bu qurilg'ili 5 yildan oshgan Nuzgum fondi jamiyatining xizmatlarini texim yüksek bir darajada, texim bir qonunliq, nizomli bir shaklda elib berishga tirishdik. Hazır hamdi, gerçi yangi bo'lgan bo'lsa, men takrorlasam, lekin xizmat tajribamiz yoki qilib kelayotgan ishimizning ma'lum qozongan tajribalarimiz bilan jamiyatning har qaysi joylarida, har qaysi taraflarda tunilgan va xizmatlarimizning nurg'un sohalariga qadam bosgan holda xizmat olib beryapmiz. Bo'libmi yetim bolalarimizga oylik yordam berish va tul ayollarimizga ham ta'lim tarbiya jihatdan hem yani iqtisadi ijtimoiy yordam jihatlardan texim kengri bir şekilde tunush ve tunuşturuş, shundaqla yordam to'plash va yordamlarga qo'l qanot kirishdek xizmatlarni olib kelyapmiz. Bu jihatda yani bizning taxin nurg'un yaxshi planlarimiz bor. Albatta bu xizmatlarimiz keng xalq ommasiningki qo'llashidan ayrilib qarag'il bo'lmaydi. Lekin bu jihatdagi nurg'un qarindoshlarimizning taxin bu masalalarga aniq tushunchasi bo'lmaganligi aniq. Lekin qo'limizdan kelishicha biz xizmatimizning ijtimoiy bir yordam xizmat ekanligini tunishtirishga tirishib kelyapmiz va nurg'un yaxshi planlarni amillashtirish yo'li qarab ketyapmiz deb qarayman. Ko'pdan ko'p rahmat. Yani siz kelme Ilmnur xonim, hamda sizdan so'rasam shu iqtisod
bölümü hem teşviqat hizmetini qilib kelyapsiz. Şu qarindoshlarimiz har xil ehtiyoj egalariga iqtisod to'plash jarayonida uchrayotgan qiyinchiliklar va erishgan natijalar buni qanday yengib ketyapsizlar? Bu vaqt biraz ma'lumot bergan bo'lsangiz. Va alaykum assalom deyman barliq aziz ko'rmanlarga. Bu programma taklif qilganingiz uchun ham rahmat aytaman. Avval men gap qilishdan burun bu moliya mas'uli degan gapga ozroq bir tushuntirish berishni to'g'ri topdim. Chunki men kasbim asli doktor, lekin vatanda o'zimiz shirkat ochgan vaqtida muhasabchilikni ham o'rgangan. Lekin bizning masalan Nozgum ish markazi bo'lsin yoki bo'lmasa bizning Nozgum darnagi bo'lsin, buning maxsus bizningki moliya xodimlarimiz ayrim bor. Chunki bu Turkiyada bir shirkat ichish yoki bir darnak ichish tashkil bir ish qilishda ularning qonunlariga uyg'un asosda maxsus moliyani o'qigan, shunday o'tisidan chiqadigan odamlarni qo'yishimiz shart. Shaxsan biz uning o'tisidan chiqimiz degan bilanmi, lekin ma'lum bir imtiyozlarimiz uning to'shmaganligi yoki vatandoshlik yoki boshqa sabablardan biz bu moliyaning maxsus mas'ul odamlarni ayrim belgilab bo'ldik. Ammo mening bu yerda asosli uchur vositalarida qilgan ishim shu iqtisod to'plash bo'ldi. Eng avval bütün xalqimizga iqtisod to'plash jarayonida bizni qo'llab-quvvatlagan shaxsan ko'pincha xalq bizniki o'tirdi vosib qilgan ishimizdan o iqtisodlarni balkim bizga tava deb o'ylab qolgan qarindoshlarimiz bo'lishi mumkin, lekin bizmi yana shu xalqning nomidan xalq uchun xizmat qilish uchun o'tirga chiqqan bir iqtisod to'plovchilar deb qarayman. Bu jarayonda men eng avval shu Uyg'ur xalqininki mayli kim bo'lishini qat'iy nazar butun dunyodagi Uyg'ur xalqining bir sehi bir xalq ekanligini o'zim bir ezib yetdim. Zaten biz vatanda shunday qildik hamda boshqalarga nimamiz kelsa o'zimizni aymaydigan. Vatan sirtga chiqqandan keyin gerçi iqtisod qiyinchiligimiz bor, voy tul ayol yetim bol deb shunday qilsakmi, lekin iqtisod to'plash jarayonida biror qiyinchiligi qiyinchiligi bor ekan yoki biror ehtiyoji bor ekan degan hemen bütün qarindoshlarimizniki bu xizmatga atlanganligini men haqiqatan o'z ko'zim bilan ko'rib, hattoki ta'sirlanib uyqularım kelmagan kunlar bo'lgan. Bunun da ben bir emeli misalini deyiş doğru keldi bir yerde. Çünkü emeli kılınan hizmetler arkalık yakın çıkartkenimiz. Şu Tayland'dan kelgen qarindoshlarımızga pul toplash işine dəslevide ben anlap bulamış pul jığayla degan bir fikrini bizim özümüzün məsləhət topladı bergen buldum. Ay bu işini qısaq boldu ki, çünkü u yerden kelgan qarindoshlarımız çoxum bir pula ehtiyacı bolduğanlıqda şu vəziyyət, şu əməliyyat taqaza qıldı. Bunun üçün bunu biz qılmız deb çıxarğandan keyin kən xalq amisi tərəfdən qolladı. Biz nəhayətdə bir ümid uşqullarına toşduq. Çünkü o qarindoshlarimizniki u yerda unda Allohga butunlay tavakkul qilib unda qochib chiqishi bir cho'ng bir g'alaba. Agarda biz hozirgi vaqtda shu qarindoshlarimizni har birisiga 50 ming dollardan pul ketadigan shu qarindoshlarimiz qutqizinglar yo bizlarga beraylik desa, xalqimizning yana shuningga butun narsadan arilib qolsa-mu, o'zini pido qilayoladigan ishinaman de. Mush jarayonda men Tayland pul yig'ish jarayonida har qaysi rayonlarda vakil xarakterli qarindoshlarimizni o'rlashtirdik. Men Safaviy, Selimpasha, Başaq shahri bo'lsin, hattoki boshqa yurtlarda ham o'rlashtirgan bo'ldik. Buningda asosliq Turkiyadan yig'ilgan pul 35 ming TL, 17 ming dollar pul bo'ldi. Bu pulni biz shaxsan men qo'limga yig'ib olgandan keyin her kundagidek nurg'ulg'an telefonlar keldi. Ba'zilariga o'zim kechik demak, kunduz demak chiqdik. Ba'zilarini ko'pincha Nozgum ish markazidagi nurg'un ishlayotgan qarindoshlarimiz shu pulni elib, yezib, xotirlab, nurg'un xizmatlarda bo'ldi. Shaxsan bu qitim pul to'plash qanday shaxsan mening bir vasilam bilan butun ish bitib ketgan ish yo'q. Butun keng xalq omasi buningga noiti keng ko'lamda atlandi. Hattoki buningga guvohchi, masalan pulni olgandan keyin men pulni olsam, mening ustimda bir guvohchi buningga guvohchi berdigan. Shu pulni ishlatish jarayonida ikki odam guvohchi bo'lgan holatda bu hisobot qildik. Endi pul yig'ish jarayonida nimalar uchirdim degan chaqda ko'pincha qarindoshlarimizniki niyatida Alloh rizolik uchun bo'lgandan keyin bek azvalab ketmaydigan. Biz Allah rızalıq üçün bəygəndik ki, bolluğu deydiğən düşüncəni balığını es qıldım köpçülükdən. Lekin bir qısım qarindoshlarimiz ma pulni sizga berdik. Agar shu qarindoshlarimiz saqsalamet kelmay qolsa, shu pulni qaytarib bersiz degan qarindoshlarimiz bo'ldi. Ularning telefon nomerini, ismini ayrim xatirlab qo'ygan bo'ldik. Endi ularni to'g'ri tushundik, chunki u hozirgi vaqtda hammamiz iqtisodiy qiyinchilikda yashayotgandan keyin. Ama bu jarayonda endi mushu bo'libmi maktab o'quvchilari hattoki biz yetim bolalar deganlarni ichida o'zlari kurs yig'ayotgan pullarni ash qarindoshimiz otadi endi. Men shuni ash aqllarimga daldirimga atayman deb hattoki shu oiladagi bolalarni noyatlik o'zi safarbarda ko'rsatibdi. Shularniki birisining bolasiniki men buniki endi kiyim kiymayman, isl tomoq yemayman, dadam keldigan ish bo'lsa deb iqtisodiyatdan shunday bir kuchaydiganligini kichik bolajinda yezib yetgan endi. Hem bir günde ben bir ayağının kısını için doğru kötü hem de kısa emez emeli boğa iş desem buldu. Bir közü acısı bir kesel men bir ayalken ki yerim keçe saat 11 bulay degen telefon qıptı. Siz falançaya kelgen bolsunuz, ben öyden çıkmağım bek testep özünki bir cüp halkısını.
Aşı Tayland kıyındaşlarımızla setip hayırlasınız dedi. Şunca kasırlandım öz keselcem bir ayalken. Ama lekin ben işlemek ola çokum kayıtıp geldim. Ben keçki işlemiş kesel haltım dua kıvatımen dedi. Demek bu kıytımkı bu kıyındaşlarımızla yığılgan pulla bütün halkımızdaki qo'llab quvvatlashi, bizga ishonishi, ham shu qarindoshlarimizni bo'lgan bu qo'ldan keladigan bir ishni qila oladigan bo'lgan jur'atini ko'rdim. Endi bu jarayonda xalqimda shunday ta'sirlangan taraflar bo'ldi, lekin ba'zi bir qarindoshlarimizniki shu pulni nega ishlatilgando, shaxsan men u chog'da Nozgum darnegi qurilmagan bir mezgil, lekin Nozgum ish markazi ichilib bo'lgan bir yer bo'lganki, shu yerga ishlatib olamdigando yoki o'zlari maosh ular hajab olamdigando degandek fikrlarni anglab turdik endi. Chunki insonlarniki madaniyat saviyasi, diniy tushunchasi, sapasi har xil bo'lganki, ularning og'zidan har xil fikrlarni chiqishi normal. Biz uning hargiz xafa bo'lib ketmaymiz, ularni biya tilga ilishimiz hargiz ularnidan xafa bo'lganligimiz emas, jamiyatga fikrlarni davatimiz. Elbette. Men demek çoğunum, endi aşk kıyındaşımızın aşkın fikirlerini bazı vaxtda bizga ijobiy rol bergan taraflarım bo'ldi. To'xtab tura, xalqimiz shuna diqqat qilgan, deb o'zimizga boshqacha, yana intizomchi holat kelishga foydasi bo'lgan. Yana birisiga biz shaxsan bu ishni qilgan vaqtida bu hisobninki, pul ishining bir o't ish ekanligini, dunyo oxiratda bir hisobi bor ish ekanligini bilib o'tirib chiqsaqmi, ya'ni jamiyatga fitna fasodlarga sal qarsak bo'lmaydiganligini, jamiyatga fitna fasodlarni oldini olish uchun bu pul to'plash xizmatimizni tartiblik, intizomchan, masalan guvohchilar bor, buni hisobini adam ba ya tut cemaatni adam kelib qinama pulni qancha yig'dan nega ishlatding kim oldi desa shuni ko'rsatib beradigan holatda biz hozirlik ko'rishimiz kerakligini xizmatlarimizni puxta qilishimiz kerakligini tunib yetdim. Albatta. Ammo shu nimani Tayland masalasidagi 11 qarindoshimiz kap bo'g'ishin nurg'un xizmatlarni qilishlar, o qarindoshimiz sog' salomat kap bo'ldi. Yana ishida nurg'un qarindoshlarimiz va bu yordamda yana davom qilyaptimi yoki Taylandda turayotgan hozir tutib turilayotgan qarindoshlarimiz uchun yoki to'xtab qoldimi 11 odam kelgandan keyin? Endi bu 11 odam qaytib kelgandan keyin qish mezgilida, bultuq qishda shu qarindoshlarimizniki shu Bangkokdagi Taylandlik birisi orqali yordam so'raganligi, shu yemekdan baq qiynab ketganligi to'g'risida yordam so'raganligi, buningga shu Kanadadagi qarindoshlarimizniki nihoyatda jiddiy qarab uni iqtisod avatganligidan xabar topdik. Yaqinda yana ularni tutib turgan o'rinlar ayrim bo'lgandan keyin bir yerga borgan pul bir yerga bormaydi ekan, ammo turmadan qochgan qarindoshlarimiz bilan qolib qolgan, shu yerda qolib qolgan qarindoshlarimizniki tutilish ahvoli ig'ir ekan, pul kirish imkoniyatim yo'q ekan, lekin boshqa qarindoshlarimizning bu pulga ehtiyoji borligini bilgandan keyin bu to'g'ri iqtisod to'plash to'g'ri gap bo'lganda, lekin Kanadadan kelgan bir qarindoshimiz biz buniga Turkiyaning hozirgi ahvolini ko'rgandan keyin shu biz Kanadadaga kuchab turaylik dedi. Lekin men o'ylaymanki, bir kunlarda shu qarindoshlarimizni yana iqtisod to'plash orqali qutuldirgan ish bo'lsa, xalqimizning har vaqt, har zaman bu ishga tayyor ekanligiga ishonaman. Xo'sh, yana iqtisod masalasiga yana kelman. Minam xonimda sizdan shu albatta uzundan buyon bu jamiyat qurilishidan burundan tartib xizmat qilyapsiz, ayollar xizmatlarini. Ayollar bilan ichtish aralashib yursamda. Istiqlolda biz tunji qatim guvohlik berish masalasini shu oilasi to'g'riliq Xitoyning elib berayotgan bu tajovuzchilikqa, bu jinoyatlarga qarata buni oshkorlash, Xitoyning yolg'onchiligini isbotlash uchun biz bu yerda tunji qatim mishada boshlatdik faoliyatni. Guvohlik berish mishada Abdurahmon Hasandan boshlandi va uning keyindan bu kengayib bugungi kunga keldi. Uning keyin dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarimiz telefonlardan tatib beradigan g'arb dunyosidan buning ta'siri kuchli bo'ldi. Biz chiqargandan keyin hatto Turkiyagacha ta hozirgacha g'arbning muxbirlari ta Amerikadan tutun boshqa yerdan kelib mishada guvohlik bergan shu qarindoshlarimiz bilan ko'rishib, har xil tillarda axborotlar chiqib o'tdi. Xitoyga ig'ir darajada bir besim bo'ldi bu. Ko'pincha albatta chiqayotgan guvohlik berayotganlarning ko'pinchisi ayollar. Lekin yanada bizningki sonimizga nisbatan Xitoy bugun buni yepish uchun nihoyat jiddiy bir tashviqot elib beryapti. Sirtdagi sonimiz Istanbulni boshqa yana qo'yib turaydi yani. Istanbuldagi ayollarimizning soniga nisbatan biz 40-programmani yoki suhbat xarakterlik programma 40-sini o'tkazdik oldingi kuni. Bu nima uchun hamda xizmatni yaxshi qilib, albatta bu shu ayollarni tashviq qiladigan, ayollar bilan ishtish aralashib yuradigan sizlarning xizmatinglar bilan biz birlikda bevosita berib ayollar bilan suhbat elib boramagan. Biz faqat ekran yuzidan butun qarindoshlarimizni har programmada xitob qilyapmiz. Buningki muhimligini so'zlab kelyapmiz. Siz aralashib turgan bu ayollarga xizmat yaxshi qilinmayapti. Nima uchun yana bir passivlik bor? Ko'pligan aslida yuzlagan, minglagan qarindoshlarimiz chiqish kerak bu programmaga. Siz endi bu xizmatlarni qanday ishlatyapti bu xizmatlar? Ali roziyallohu anhuninki mashhur bir so'zi bor.
Bunu hadis deydi, lekin köpünçe işençilik kaynaklardan qaraganda Ali radhiyallahu anhu'nun sözü deydi. Bunu Peygamber Aleyhisselam'ınki. Yani mezlumның zulmü, mesela zalimni to'xtamasan, onun avazını, onun zulmünü anlat. Zulmünü anlat. Biz bir Müslüman ekanmiz. Aslında Müslümanlık ahlakımızda bir tane çümüylünü birisi destigen vaqtning o'zida destemez, onu mu Allah yaratgan o can deydigan bir mesuliyetimiz var bizninki. Şarqiy Türkistan bizning Allah subhanahu taala bergan vatanimiz. Uyg'ur bo'lib yaratilishimiz Allah subhanahu taolaning bu bir ayeti, alameti. Biz şerde şu zulümni görüp Allah bizge bergan şu zaminimizden, Xitoyning sebebinden ayrılıp kaldık. Chet ellarda ming yaxshi yaşadık deyli yoki nachar yaşadık deyli. Ama biz özümüzün vatanında yaşagandek hiç qanday bir rahat yaşamayapmiz. Bu hammamiz biladigan, e'tirof qiladigan haqiqat. Sharqiy Turkistonda ko'rilayotgan o zulm bizning qarindoshlarimizning beshiga kelayotgan zulm. Kimimizning onasi, kimimizning dadasi, kimimizning ayoli, kimimizning eri, kimimizning balasi, akukisi degandek. O bizning qarindoshimiz. İnsanlıqdimi? Bir insan zulüm uçurgan çağda vay nimişqanın bozak etse deydigan bu insanlık bir vicdani ahlak mı bu? Lekin aşağıda zulüm kelayotgan vaqtning o'zida bizning qarindoshlarimiz o'zining qarindoshlar haqida shahidlik berishda bu susluq qilishi insonligidan gumonlangan bir darajada. Endi bu yerda ayıplash masalasi emas, shahidlik berish masalasiga kelganda siz dedingiz. Mayli 30 milyon, 30 ming olsun, 40 ming olsun, 50 ming olsun Türkiye'de yaşayotgan nüfusga nisbatan aytgan chog'da bu 40 odamning shahidlik berishga dadil chiqalishi boshqalarning chiqamasligi demakki bu ciddi bir mesele. Bu addi bir mesele emas, ciddi bir mesele. Endi mening qarashimcha, mening shaxsiy bilishimcha yani biz çünkü bunu davamlı teşvik kılıvatımız, Türklerinin bu davamlılık deydiğini, üzerlerinin avazını anlatanlar deydi. Ben aldığım kıtımda bir nemede dedim, bunun için Türkiye uyuma kardeşin sahip çıktığı şu anıma kesiltme dedim. Çünkü Türklerinin bizge deydiğini şu, aval üzerler aval sahip çıkınlar, ilgi çıkınlar. Onun için bizge kandak zulüm balığını resmi anlatıp, üzerlerinin bu zulümü kaçık derecede sevirsiz bir şekilde turvatqanlarni bizga his qildirsanlar biz qo'zg'alamiz. Lekin sizlarning ahvolingizda az bir qism ahvol zulm deysizlar, uni deysizlar, buni deysizlar, qolgan odamlar xuddi zulm yo'qdek, Gülgiliston yashayotgandek bir tuyg'u berganliginglar uchun biz sizlarni tushundiganlar boshqalarni anglatsakmi qayli qilolmayapmiz. Çünkü mesela sen yoki 2-3 odam voy menda zulm bor desa, shundaqmiki desak, qolgan Uyg'urlarga qarasak hech unda zulm bordek yurmagandan biz özümüzmü gumanlanıp kalımız diyeler var. Bunun için bizde hemimizde zulüm köygen boğandan keyin hemimizde şu zulümge karşı bir tuygu buluş gerek. Meyli atanımızı solap koysundu, solap koymusundu. Ayadaki qarindoshlarimiz. Hiç olmaganda bizim dindaşlarımız. Hiç olmaganda vatandaşımız, hiç olmaganda bir insanlık adam atı bilen hanağanınki balları bizimiz. Boğandan keyin bu 40 adamlarınki mesela aran 40 çık onun çıkmaganlığı mesela bazıları telefonda onu bilmiyordu da lekin bu patlagan sükutninki bu nimesi guvohligi hakikaten dünyanın her qaysi joylarida ovoz chiqarayotgan narsa. Mesela Türkçe'ye bunu Arapçaga tarjima qilgan qismlarimiz var. İngilizce tarjima qildik, Ruscha tarjima qilganlarimiz nayt yaxshi inkas qildi. Demakki bunun kuchini ko'rsat. Birisi istiqloldagi bu patlagan sükut kasbiy bir şekilde chiqyapti bu yerda. Dalillar bilan, shahidlar bilan chiqyapti. İkincisi bir resmi kurumdan çıkmadı. Yani kanunluk, yani devletin tizimli olan kanunluk bir medya kuruluşundan çıkmadı bu. Onda bu elbette bunun tesiri buludu. Qarindoshlar bu tesir buluduğun bir yerde guvohlik berishdan chekinishidagi sebeplerinin bir qanchasi neden bir tanesi bizdeki azat bo'lmagan an. Yani azat bo'lmagan an deganda biz hatta bana şunu deganda shunda hayron qolgandim. Dedi ki biz bu zulmni Müslüman bo'lganligimiz uchun tatbiq vatanda deydi. Müslüman bo'lganligimiz uchun aziyat ko'rganligimiz uchun bu zulmni chiqib so'zlasak, tatbiq zulmimizni riyo qilgan bo'lamiz. Bunda bir mantiqsizlik bor ekanda. Endi odamning boshqa yerlar kulgideklar bir gap bo'ldi. Bu bir. Ikkinchisi, yani iyaga chiqib so'zlaganimiz bilan o hech qanday so'zlab qo'yamiz, lekin qarindoshlarimizga hech qanday bir foydasi bo'lmaydigan deydigan bir ko'z qarash. Uchinchisi,
Biz ey çıkıp Uygurca gap qilganimiz bilan o Xitoy ishini qildaydigan, ya bir pay o'qatamsak, ya bir qilamsak, uning nima foydasi bo'ladigan chiqadi ekan. To'rtinchi bir qarashda ayollarning chiqishi qarshi turishda ayol kishi sahnaga chiqib o dadam o'ldi, opam o'ldi deganga, o Xitoy qo'yib beramda o'zini bozorga selib degan qarash bo'ladi ekan. Anamdan keyin yana bir sabab bizning diktator ostida cho'ng'igan qarindoshlarımizda o'zini ifodalash, dadil so'z qilish iqtidori bek ojiz bo'lg'achqa, beyga chiqib tilimni chaynab qolsam, xalqning oldida satlashib qolamanmi? Xalq nima deb qola? Men ya uchuq gap qilamsam degan narsa. Aslida vatandagi qarindoshlarimizning beshiga kelgan zulmga nisbatan aytganda, bu hech mazirat emas. Bu bir. İkincisi, o'zimizni shu qarindoshlarimizning o'tirisiga qo'yib qo'yaylik, o'rniga qo'yib qo'yaylik. Agar shu kampida, shu turmada tatgan zulmni agar biz 1 soat tatgan bo'lsak, u vaqtda mushu erkinligimizga qanchalik darajada tashna bo'lib ketgan bo'lardik. Va derdikki, agar men qo'limdan kelsa, mushalik zulmni hammasini anglatsam deb o'ydik. Masalan, Gulbaradimiznikida debdi-ku, chiqib bizning ovozimizni anglating, dardimizni dang deb ketdi. Ashlar tashna bo'lyapti. Ularda hech birisi mening Turkiyadagi tuqqanlarim, chet eldagi tuqqanlarim kim otasi bo'pti ekan demaydi. Hey, men bu yerda zulm ko'ryapman. Hey, meni bu ko'rayotgan zulmimni nima ish qiladi demaydi deb ketib bordigan deshadi. Evet. Lekin bu yerdagi qarindoshlarimizning bu onda chiqishi mush bir qancha sabab deyman. Yana birisi buni hammamiz e'tirof qiladigan, ammo og'zimizga chiqamagan narsa Xitoyningki pulliq jasuslari. Sen uyga chiqsang, urug'tuqni anda qiladi, manda qildi. Ay, zaten kampga kirib bo'ldi. Kampga kirib bo'ldi desa, an o'tirib o'tishi mumkin. Kampga turgan bilan saqtu, bir kun chiqib qolishi mumkin. Agar chiqirib qo'ysam, o'tirib o'tishi mumkin. Bu imonning komilligi emas bu. Alloh taolo agar shu qarindoshlarimizga bizning qilgan bir g'ayratimizdan Alloh shu qarindoshlarimizga yordam berib qilishi mumkin. Hech bo'lmagan chog'da mahshar kuni, ya'ni tamam bu yerda mahshar kuni shu tuqqanlarimiz, qarindoshlarimiz uchrashib qolganda, men turmada zulm ko'rayotganda sen men uchun nima qilding deb so'ramasmi? So'ramasmi uni? Hey, eng aqllisi akukkum yerda birisi tursa, ukisini birisi urvasa, akis qarab tursin deydi. Akabini urib tursa, qarab tursan-ku demamdi. Eng aqallisi. Evet. Yani bir mantiqlik, u yerda u qadar bir zulm bo'layotsa, biz bu yerda sukut turishimiz musulmonlik emas, aqalli insonlik emas. Bu kallamizni aydınlaştırışımız kerak. Yana birisi Xitoy tam arzu qilgani bizning bu zulmni anglatmasligimiz. Evet. Bilib qolmasin, zulm aşı turmaga kirgan odamlarimizni, kampga kirgan odamlarimizni bilib qolmasin, ular qilgan zulmlarni bilib qolmasin deb qo'ldan kirishchi taktik ishlatib o'tiramiz. Evet. Biz bu yerda bilib qolmasin deb demayapmiz. Xitoy bilan ayni sabab o'tib qoldik hozir biz. Buning uchun men qarindoshlarimizning bu tarafdan qaytib bir qatib o'ylanib beqishni umid qilaman. Chunki bu yerga chiqib so'zlash, ya'ni sahobalarning davrida televizor bo'lmaganlik uchun sahobalar ayollar tashiga chiqsa ko'magan. Hozir mushu vaqtdagi jihad qurol bilan bo'lgan jihad bo'lsa, hozirgi media jihad eng o'tkir jihad ya'ni. To'g'ri. Eng o'tkir jihad biz yeshmaganda bizningki mushu yerga chiqib so'zlashimizni Xitoy xohlamagan ekan, tam xohlamaganda biz qilishimiz kerak. Hech bo'lmaganda. Evet. Men shunday qarayman, qarindoshlarimizning eng tez shaklda buni to'g'ri tushunganligini, tushunishini yoki buning nisbatan fikrini o'zgartirishini umid qilaman inshaalloh. Ko'pdan ko'p rahmat, yaxshi so'zlab berdingiz. Qarindoshim, shu ya'ni biz ilgari bir qancha qatim dedim men bu masalada shu. Hammanglarga ma'lum, ya'ni Xitoy shuncha valla axborotlarda ancha-muncha chiqqan vaqtida boshda butunlay inkor qildi bu masalani. Bizda undaq lager degan masala yo'q deb. Bu bir kuni tuyuqsizlar Abdurahmon Hasan kirib onamni aytib bergan gap bilan biz suhbatni qildik. Tunji qatim shu nimasini qo'ysak ular buni deb shu o'ltirib birdamdan shu partlagan sukut bilan boshlagan bo'ldik hamda. Boshlagandan keyin suhbat qilib, aytsam zaten BBC'ninki izlab kelib bizning shu Uyg'urcha bu hozir siz deb o'tdingiz bir qancha sabablarni va buningki hargiz Uyg'urcha qilsak kim tushundi yoki Xitoy bilan nasib qilamdi degandek bu qarashlarniki albatta har birisiga asli Minovar xonim o'tirib qo'ygan narsaniki her birisini tartışsak ayrım bir program buldu bununla sebeplerini oturup koyulvatkan sebeplerini. Ama şu narsa esimizde olsun ki yani Xitoyni bilgan
shuncha bola avara bo'lib bo'lgan Xitoy butun G'arbninki yoki bo'lmasa o'zini qo'llaydigan davlatlarningki butun muxbirlarni akirib, yolg'on sahnalarni yasab, u yerda ziyorat qildirayotgan bo'lsa, shuningga %100% ishininki mushu guvohlik berib o'ttirg'i chiqqan natijadan kelgan masala bu. Xitoyni buningga majbur qila oldingiz siz sirtda turib. Xitoy tamoman inkor qilgan, bu yerda oqidan chiqayotgan, mishadi boshlangan narsa ta Amerikagacha hammaga yeyilib ketdi bu narsa. Undan burun hech bir yerda natil birasi chiqib bu program boshlanmasdan burun biz istiqlolda boshlatmagan bu program birasi chiqib telefon ustidami mening opam yo'qolib ketdi degan gapni qilib baxmagan. Biz mediada tashviqot qilyapmiz yillardan buyon. Bu davomlashgandan keyin buning har xil tipdagi shakllari, namunaga g'arb axborotlari buningga tarjima qilingandan keyin namuna izlab kelib ularning gazetlarida hamma yerda chiqqandan keyin bu Xitoyga jiddiy besim bo'ldi. Bu davomli besim bo'lavergandan keyin Xitoy boshda inkor qilgan Xitoy uni oxirida qana qildi. Biz bu lager emas, biz tarbiyalash markazi bu yerda odamlarni tarbiyalayapmiz deb uningga yolg'on videolar bilan xabarlar bilan chiqadi. Tekshirimiz degandan keyin uning boshda unimay amdadir amda tekshirun deb yana yolg'on sahnalar bilan qilyapti. Demak, Xitoyning shu elib berayotgan bu jinoyatlarni birdan-bir tasdiq uradigan eng yaxshi qurolimiz bizningki. Aslida shuni boshqa g'arb axborotlardagi muxbirlarning davlatida eng kuchli narsa hatto o'tganmanmi dedim men Erkin Sidiqningki maqolasidami chet elda yashayotgan %80-90% Uyg'ur chiqib guvohlik bermay turib ularningki u boshqalar menga boshqa davlat yordam qilmadi deb kutish haqqi yo'q, salohiyati yo'q deb. Yani ayet muhim gap boshqa g'arb muxbirlarning davlatida bu nima uchun bundan chiqmaysizlar bunga ko'plab bu son ko'paymaydi deb. Shuning uchun ham ayrim to'xtalamiz bu masalada bu salbiyatlarni, bu salbiy fikrlarni cho'qim yo'qotish kerak inshaalloh. Endi sizga kelsam Ilmnur xonim shu Abay Taylandlik masalani biroz so'zlab o'tamiz. Ammo shu nimada pul yig'ilish masalasi albatta bilishki yoki bilishki qiyinchilik va cho'ng bir qiyinchilik va insonning kinasini bir ijtimoiy fikr vositalarida tashviqot qilib yoki qarindoshimizni harakatga keltirib shuning dadi tugagandan keyin tugaydigan masala emas bu. Oqidan har kuni jamiyat deganda har xil ishlar bo'lib turdi, har xil qarindoshlarimizning nimasi chiqib turdi. Ba'zi shaxslar yakka holatda o'zining qilib qolgan ahvollarini uchur vositalarida taqitib, men yo kasal bo'lib qolgandim, yo bir narsa qolgandim deb kishilardan pul yig'ishga tirishadi. Buning ba'zi rost bo'lishi mumkin, ba'zi yolg'on bo'lishi mumkin. Buningdan keyingi pul yig'ish qarindoshlarimizdan buni bir sistemaga selish uchun o'tgan masalanga shu bo'rak kesilib qolgan bir qarindoshimizning masalasimi to'g'ri boshda jiq operatsiya qilamiz, qilmaymiz degandek uning pul yig'ilish bo'lgan bo'ldi. Keyin u har xil so'z chechaklar bo'lindi uning keyin bu masalani. Tafsilotini jiq uqmayman. Shunday masalalarning oldini olish mayli kasal bo'lgan bo'lsin yoki normal bir xizmatida, normal bir hayotida uchragan qiyinchilik bo'lsin. Mushuni hal qilish yo'lida biz sistemaga selib pul yig'ish, haqiqiy yordamga loyiq kishilarga yordam qilish masalasida nimalarni qilmoqchi bo'lgandan biz sistemaga tushiramiz yoki hamma xohlagan kishiga masalan xalqimizga shu mardligi bilan yordam qilaversinmi yoki uni boshqa bir shaklda bir sistemaga tushirmoqchi masalan. Bu savolni yaxshi so'radingiz. Chunki bu savolni xalqimizmi bizdan so'rayotdi, ham shunday takliflar beryotdi. Bu to'g'ri gap qilishdan burun men 1-2 minut boshqa bir tema to'xtalishni to'g'ri topaman. Mush iqtisod to'plash ishi shaxsan biz iqtisodga muhtoj bo'lgan qarindoshlarimizning ko'p ekanligini bilamiz. Aslida bu Xitoyning zulmi. Ishlar buni to'nib yetish kerak. Bu biz qanday tashkilotlarning yoki derneklarning qilish topolmay qolishimiz emas, shu Xitoyning zulmi bo'lgan shu zulmga uchragan qarindoshlarimizni zulmga uchrash qandaqdir jismoniy jihatdan emas, ruhiy jihatdan va iqtisodiy jihatdan bo'ldi. Bu iqtisodiy to'plash masalasida shunda gap har bir chiqqanda qarindoshimiz qanday o'ylaydi men bilmayman. Men bu Xitoyning zulmi deb azoblanaman. Nimishqa desak, bu agar bir insonning iqtisodga muhtojlik bo'lmasa, ehtiyoj bo'lmasa, u ishni qilmaydi. Balkim shu iqtisodga muhtoj bo'lgan qarindoshlarimizning bir o'rtaga chiqib shu gapni qilmoqmi uncha oson emas. Shaxsan biz Uyg'urlarning ichida hozirgacha bir divandan bo'lib tilamchi bo'lgan odamni ko'rib baxmadik. Biz niyat Uyg'urlar g'ururlik bir millat deb o'ylayman. Bo'lmuş pul kelgancha ko'ni qolsa bir to'q millat deb o'ylayman. Endi bu muhtojlik insonni har xil holatga akab qo'ygancha, ba'zi yolg'on so'zlashga, ba'zi hiyla ishlatishga tam mishat bir narsa mudohala qilsam, o'zi yolg'iz holatda yakki chiqib millatdan yordam so'rayotganlar sizlarning qashinglarga berib, sizlardan yetarli ko'ngil bo'lishga erishamaganligidan, sizlar xizmatini qilolmaganligi uchun qilyaptimdi.
Çünki ular özünü elbette bir insanın haqdan özünü aşkarlab, men manda bo'lib qoldim deb so'rashi, sizlarning jamiyat bo'lish sifatinglar bilan unga yordam qilishinglar, uning mayli yuzini tushirmaslik uchun bo'lsin, xijil bo'lish masalasi, jamiyat yordam qilsa asli texmbak o'zini aşkarlamasdilar, masalan sizlar yordam qilsanglar. Özünü aşkarlab turib bundaq ehtiyoj yordamga chiqishi sizlarning xizmat qilinmaganligini uchun bo'ldimi yoki buni bunda qilsaqmiz? Tamam bo'ldi. Şu hazırki meselede bu qarindoshlarimizniki o'z oldiga tashviqot so'zlarini nimasi torlaga chiqarishi birinchidan ularning biz zaman nozugumning qilayotgan xizmatlaridan yetarli bir tushunchasi bo'lmaganligi. Biz yetim bolalar desa yetim bolalar pul taqib qo'ygan o'xshaydi deb qaraganligi va tul ayollarning har qaysi jihatlarda bu vaqtchigu taqamoshda xat yozgan ishlar o'ttiq chiqibdi. Shu chiqmagan vaqtlardimi, WhatsApp qurilmagan vaqtlardimi, bunda to'pladi bunda gaplar bo'lmagan vaqtdimi, biz bu nozugum derneği qurilmagan vaqtdimi biz shu jamiyat a'zolari bilan mushta ishlarni astirni hal qilib kelgan. Endi hozir bu qarindoshlarimizniki qiyinchilik haddan bek ishib ketganlikdan mushuna qilishga majbur bo'lib qolgan ahvollar bo'lishi mumkin hamda o'tirib chiqadigan ishlar. Bu hargizmi bizning xizmatni jamiyat tarafidan qilib bo'lolmaganligimiz emas. Bir nechini shu qarindoshimizning bizning qilayotgan xizmatlarini bilmaganligi yoki sal qaraganligi, ikkinchidan biz keng ko'lamda bunda o'rtamga chiqib tashviqot qilmaganligimiz. Chunki biz jamiyat bir dernek olarak o'tirib chiqsak, ko'pincha odamlarda ikki xil xato tushunish bor. Bularga chuqur bir keladigan pul manbasi bor o'xshaydi. Yoki bir yuqoridan bir yerdan pul keladigan o'xshaydi, yoki bir maosh bir yerdan chiqadigan o'xshaydi. Yoki bo'lmasa bularni ta'minlaydigan bir vaqt o'rinlar bor o'xshaydi. Bulardan chuqur shunday bir iqtisodiy yordamni talab qilsak bizga beradigan o'xshaydi deb bunda tushungan qarindoshlarimizniki bunda o'rtamga o'zini avalni deb chiqib baqin bilmaymiz, lekin bizga shunda inkaslar keladi. Bizga yordam qilsanglar bo'lmamdi, ma'pulni to'lab bersanglar bo'lmamdi, oshni qilib bersanglar bo'lmamdi deydi. Biz o'zimizniki bu hozir iqtisodiy ahvolimizni nerdan ayrim anlatib keldik. Amaliyotda masalan nozugum derneği qurilgandan itibaren bizim muhasebecimiz var, maxsus maliye xodimimiz. Bizningki bu hozir qilayotgan ishlarimiz qandaqdir bir davlatningki tarım qastida yoki bir davlatningki qo'g'ish ostida bo'lmaganlik. Biz o'z oldimizga yakka bir dernek qurib bo'lug'liq bu ishlar. Hech bir zamonda bizga bir ayrim kirdigan iqtisodiy manbaimiz yo'q. İqtisodiy manbaimiz yo'q. Ammo bizningki hozir navbat qila oladigan ishimiz nima degan chaqda ko'pchilik qarindoshlarimiz shuni uqtirib qo'ymoqchiman. Masalan, bizning nozugum oila dernegining maxsus bir her ayda mancha pul keldi yoki mishak xizmatchilar mancha maosh oladi yoki kimni qiyinchilik bo'lsa mishak kelib bizning pul so'rasi bo'ldi degan manda garantiyani biz berolmaymiz. Chunki unda iqtisodiy manbaimiz yo'q. Buni biz hozir Allohni shohid qilib deyolmaymiz, unda manbaimiz yo'q. Ikkinchidan bizningki bu yerga kirgan qarindoshlarimizningki amaliy iqtisodiy ahvolni ko'zda tutgan holatda biz har bir nozugum a'zosi bir yetimninki iqtisodini to'labmaymiz har oyda o'zimizning yendim pulga. Bizning butun chiqimimiz normal turmuşda başka insanlar qanday chiqim ketganmiz, bizga shunda chiqim ketgan bo'lsa, biz ash chiqimni hammani o'zimiz qilamiz. Agarda nereden pul topsizlar? Biz o'zimizning oila chiqimini qilamiz, masalan, o'zimizning bor pulimizni qilamiz. Pul demesen de işte bazı qarindoshlarimiz yo'l ishdan so'rab oladi yoki bo'lmasa oilasiga shu qiyinchilik bor qarindoshlarni ko'zda tutib iqtisodini ekonom qilib oladi. Ba'zilar ushaq tijoratchilar bor. Ben aldığım katımlık programda bunu oturuğa koygan. Biz dernegimiz mesela cemiyet, bu cemiyet vakf işini kıpakallabilirdi mesela. Türkiye hükümetinin bir yerde bir dernek yani cemiyet kuruluşuna izin belgelerinin özü Türkiye hükümetinin ki ameli teşkilatlar kuruluşu arkalık hükümetini güçlendiriş ya hükümetinin ki tamponluğunu saklaştığının bir yolu bu çok. Ama demokratik bir devlet doğandık. Lakin ula birinci kanun tüzüp şu özünün kanuna uygun kelgen şekildeki cemiyetlerin hizmetlerine emgi alıdım. İçki İşler Bakanlığı'dan, İçki İşler Ministerliği'den. Lakin bunun biz baş dolaydığı işleri buludu mesela. Lakin iqtisadi cihetten hiç kandak bir destek yok. Bunu Mehmet'e sen teşkilat kıpaklayabilirdi. İqtisadi cihetten, sen dernek kurupsan, sen münçilik pul veredi dediğin nasıl olmaydı. Hatta bir cemiyet, bir vakıf, eğer bir proje kılmış, bir plan kılmak olsa, bunda bir yaxşı işin oturup çıkamak olsa, hükümetten kazanmak olsa, ya ki hükümetten şu işini destek sağlasa, 100 bin lira gidadigan bir ishqa biz mesela 100 bin liralık bir ishni qilaylik davatimiz 100 bin liralık ish qilish uchun sen biraz destek ber desek ular o'zining projesiga qarab beqib 100 bin liralık ishmish hukumatning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy ishlariga uyg'un kelgan chog'da tamam undaq bo'lsa senga 60 mingni beraylik lekin sen 40 mingni hemen bankaga yotqizgin o senin 40 mingni ko'ygandan keyin biz 60 mingni beramiz ama şu projenin %100 o'rinlaganligini, şu 40 mingni yenidan chiqarganligini biz bergan 60 ming lirani joyiga ishlatganligi uchun qonuniy jihatdan hujjat chiqarib bersa, agar qilmoqchi bo'lgan planingdan
bir tane, iki tane iş eksigin olup kalsa, o 100 bin lira, 60 bin liranı sana töletimiz deydi buna. Onda buğan için hiç qandaq bir cemiyet teşkilat yügrep qo'yib bu ishni men qilay diyemeydi. Mesela Satık Boraxan vaqtida o'quvchilar uchun biz projelarni qilib, ashuni sunaq vaqtimizda bu fikrni qo'yganda to'xtab qolgan. Endi hozir buni tushuntirib qo'yishimning sababi nurg'un qarindoshlarda cemiyet teşkilatlar agar qurilsalar hukumat tarafdan maosh beradigan hukumat tarafdan destek beradigan bir ish bor ekan deb qaraydi ekan. Bu balki bizning vatanda tashkilot ishi bo'lmagandan keyin balki bo'lishi mumkin. Shunga yeri kelganda tushuntirib qo'ydim. Tushuntirib qo'ymasak ba'zi qarindoshlarda xato tushuncha bilan xato ag'rinish keltirib chiqadi ekan. Siz o'zingiz davom qiling. Endi shu iqtisodniki to'plash ishida biz hozir xalqimizga shuni deyishni to'g'ri topamiz. Shaxsan men bu Nozugum oila derneğining bir a'zosi bo'lish sifatim bilan men o'zimni kasbiy doktor bo'lganlik uchun meni shu kasal hojatmanlar o'tirg'i iqtisod to'plash uchun chiqqan vaqtida shularning ishiga meni mas'ul qilib tayinladi. Birsiga tashviqot ishidan boshqa shu ishni xizmatni ustimga oldim. Masalan shu börek kesili va qarinchimiz kelsak, bu qarinchimizga dastlabda 200 ming telefon ketdi ekan degan gapni uqtirish qildi. Men shu chaqda buni shu zamonda bizniki chap derneğimizga qarindoshlarimizni ko'rishib rehberlerimizle görüşüp, bunun zaten 200 bin TL kitlendik, bunu sürüş kıldığınlar mı da telefon aldım. Hani ola dedi, yak bu 200 bin dolarlık kentok, aşında kılıp düşürüp, şu 200 bin TL kapto degendikken, ha dedim telefonu toxtup koyup, ben doktorlar bilen, məxsum işini qıp bakan doktorlar bilen köreştim. Köreşkenke ola dedi, bir börek operasyası kılış için birinci şart, her qandaq bir adam men börek bermediyse Türkiye'nin kanununda ilinmaydı. Fakat özünün bir tuqqan qırınışı bolsa qanunga uygun keldiken. Şunu xalqan qırınışımız gibi xalqan palançı birisi yoki nemesi bir tuqqan emas, to'nishi yaqinimda börek berdiken deb shunda yazılıp qolgan bolsa, demek o yazmadagi qiyndoshimiz Türkiye'nin kanununu bilmey yazgan yazma bo'ladi. Bu e'tirof qilinmaydi. Bunu bilib qilish kerak ko'pchilik. Ikkinchisiga o börekninki elish jarayonida hukumat doktorxonalarining uningdan ish haqqi olmaydiganligi. Bunu sürüş qilib bildim, çoğun doktorxonalardan bildim. Aniki yana birisiga unda pul ketadi degan gap bu nereden chiqadi degan vaqtida ular dedi özel doktorxonalar bo'lsa pul oladi. Yana birisi eng muhim pul ketadigan o'rin börek berguchi va börek og'uchininki operatsiyadan keyin ishlatadigan dorilar baqimmat. Mesela kunlik, haftalik dorilar baqimmat, hech bo'lmaganda 10 kunda 15 kungacha hattoki bir oygacha ma'laqda ashta qimmat dorilarni yeyishga pul ketadi. Bu chaqda pul lozim bo'ldi dedi. Amaliyotda bu ketadigan pulning qancha darajaga ketadiganligini biz so'rab bildikchi. Bunun için endi bu xalqimizningki masalan sehirligidan payinib yoki bo'lmasa bizning Uyg'ur xalqining qalbining yumshoqligidan payinib bu ishlarni biz tartibga ekamizsak, amaliyotda 80 ming qo'y ketmaydigan yerga 80 ming qo'y yoki 100 ming qo'y chiqsak, u pul joyiga ishlanmay qolsa, biz xalqimizning haqqiga xiyonat qilgan bo'lamiz. Agar shu 100 ming qo'y ketadigan yerga 150 ming qo'y ketsa, biz yana xalqni safarbar qilib yig'ib, oxirgacha shu kasalni davolamasak, kasalning haqqiga xiyonat qilgan bo'lamiz. Sal qargan bo'lamiz bir odamning hayotiga. Buning uchun men shu programmadan keyin bütün xalqimizning shu kasallik sohasida, men o'zimniki kasallik sohasida shaxsan bir qiyinchimizning shu gilida o'sma bor ekan, bu o'sma darhol evatmasa hayotga xavf yetadi ekan. Endi bu bicharalarniki garchi yo'l tushib borgan bo'lsa-mu, endi bir oyiniki chiqimni qilmoq uncha oson bo'lmagan ekan, uni qilib bo'lamabdi ekan. Shu vaqtni o'zida o'qizlarning ish to'g'riliqmi, men biz bolam doktorxonasiga oid ishlar bilan ko'rishdim. Ko'rishgandan keyin dedi, buni bizning mana chapidarnikida xat qilib bersa, odatda 70% 80% gacha haqsiz qildiganligi. Maddelerine xat qilib bersa, qildiganligi. Endi mening bu yer demoqchim, biz xalqimizdan og'irmaymiz. Avval xalqimizdan og'irishdan avval biz bu xizmatlarimizni necha vaqtdan beri biz xizmatlarimiz manda qilyapmiz, anda qilyapmiz deb o'yladik, deyli deb. Lekin ba'zi bir ishlarni desa biz xuddi bir yil qilayotgan xizmatlarni riyoxondek so'zlab yurgandek bunda o'ylab turganmiz. Amaliyotda bir qurilma olarak yoki bo'lmasa mana bir jamiyat bo'lish sifatimiz bilan bu xizmatlarimizni xalqqa tafsili bildirmasak, bu xalqimizning ichida nurg'un insonlar qaymoqdi ekan-chi bu ishga. Unda olganki biz xalqimizga shu bugungi suhbatimiz orqali har qanday bir kasal adam o'zining hojati orqali bir e'lon yozmoqchi bo'lsa, eng avval bizning shu Nozugum oila derneği bilan mayli ayol kishi bo'lsin, mayli er kishi bo'lsin, biz bilan ko'rashsa, biz shu kasalni qanchalik haqsiz davolaydi, qaysi doktorxona haqsiz davolaydi, qanchalik pul ketadi, shu to'liq biz bir ma'lumotga ega bo'lgan ekan, uqtirishni biz chiqarsak, o şahsi özü şahsi kartısını şahsi numarını berip çıkarmasın. Çünkü bunda qilish qarinishimizning o'zi uchun yaxshi, dunyo oxirat hesab berish uchun. Yana birisiga biz masalan yetsa pul, yetdi deb to'xtalaymiz, yetmay qolsa yetmidi deb yana uqtirish bera olamiz. Bunday qilish orqali ikki tarafniki haq huquqni kafolat ega qilib bo'ldi. Amaliyotda bu xizmatni qilish biz uchun haqiqatan jaboliq.
Mesela bir qenişimizninki şu doktorxana egallab, o doktorxana aloqasi, ya'ni bir kunlab qo'limizdan telefon tushmaydi bizniki shu aloqani qilish uchun. Buning uchun xalqimizniki mush iqtisod to'plash ishida bo'lsa men keng xalq iqtisod bergan xalqlarga shuni murojaat qilamanki, har qanday bir uchini ko'rgancha ichinglar og'rib ketiblar, voy hissiyotga berilib, voy undaq qilayli, mundaq qilayli deb. Voy bu tashkilotlar nima ish qilyapti, jamiyatlar nima ish qilyapti deb mundaq hissiyot bilan gap qilmay, to'xtanglar. Bu ishga mas'ul xodimlar bor ekan, buni falonchaga yo'llantiraylik yoki ashyaga bir buyruq qo'yaylik. Bular ahvolni egallaganiki, andan pul yig'aylik. Degan ishni qilishimiz kerak. Bo'libmi Yevropadagi urug'tuqqanlar va tunishlar bor yoki yiqillar borlar, voy mundaq bo'ldi desa, o bichar Yevropada qiyinlashtirimiz, damal kep bo'lamagandan keyin bu Turkiyani avvalni bilgandan keyin voy chaqqan pul yig'aylik deb o'limni jidilishib, o yiqqan pulni salamay, biz bilan aloqa o'tib ashta bo'lib ketdi ekan. Uningki yana bir fikr, bu xalqdan kelayotgan fikr. Mishada yoshlig'i uzun bo'lgan turklashib ketgan Uyg'urlar deymiz hamda odatda. Lekin vatan davosiga oldingi safqa mundaq chiqamizmi, har vaqt bizni qo'llab-quvvatlab, o'zining bir kishilik xizmatidan iqtisod oriyotgan qarindoshlarimiz shu pul to'plash chiqqan zamonlar ya menga telefon qildi, ya menga telefon qildi. Meningda xabaringlar bormi? Men rasmi yog'aman, nadan negicha. Chunki ham bunday ishlar ular bek tajribali bo'lib ketgan. Chunki men Turkiyada mayliqi nimaninki ish chiqdi, ya'ni keyin bir xil portlab chiqdi. Fatullaning pul ishi portlab chiqdi. Yoki bo'lmasa shundaq ilqi hozir bizning qarindoshimiz biroz bo'lsin kim avatdi, qaysi tashkilot avatdi, nerdan avatdi, nima ish kelding, sen yolg'iz kelma, biz seni e'tirof qilmaymiz, falonchani xitna aka deydi. Shaxsan men o'zim shu bir ayol qarindoshimiz bilan bir maktab berib, oliy maktabning qizlariga kiyimi yo'q, qishlik kiyimi yo'q deb borsak, bizni o'tag'iz qo'yiblar, bizlarga hech qanday nima tushuncha beramaymiz, ochiqlik beramaymiz dedi. Voy biz mana shunday nimadan keldik, yamir qarindoshimiz dedi, ulamolar birligimiz bor. Ben dedim nozugum bor dedim. Ular mıntaq nozugum degan qurilish anlamaptı ki, "Yo'q, balki bizlar Xitoyning odam bo'lishinglar mumkin." Deb yuzimizni qarab shunda tas qilib kelimiz tushib ketganlar. O kim o qarab qoldi. Men dedim, "O dedi, sen bizni to'g'ri tushun. Har qanday bir odam kelib biz ma'lumot bermaymiz. Cho'qim sizlarning ma'rif darniga yoki istiqboranga vaqtidagi mas'ul xodimlar bizga telefon qilsin." degandan keyin onunki ular uni ishning yo'limi shuda aslida ishning yo'limi shu. Keyin oxiri bo'lmay men o'zim darligimga o'zimniki kartini ko'rsatganlikka u tushuntirib berdi. Demakchi bo'lgan gap bu yerda xalqimiz ma tashkilotchilik yoki ma dernekchilik yoki bu yerda qilinayotgan xizmatlarning qaysi turda, qaysi darajada, qaysi yo'nalish ketib qolganini faqat bilmaydi ekan-ku. Ham ba'zi bir bilganlarmi bizga nisbatan mush pulni yeb ketamdigan, ashlar evalamdiganda o'zlari xajavalamdi degandek, unda yomon gumonlardan bo'lib qoldi ekan-ku. Endi bu gumonlarni butunlay biz xato demasakmi, lekin shu gumon qilgan qarindoshlarimizni bir musulmon bir qarindoshga shaxsan biz alhamdulillah musulmon bir izlanib beqib bunda araştırıp beqib deymiz sen Türkçe. Aşna qilib uning fikri bersin ulurdi endi. Bu topmi bor, telefonning qo'li bor, yurib ketmaganki. Shuning uchun har bir jamiyatdagi ishlarni tartibga silishimiz bizning kuchimiz bilan bo'lmaydi. Xalqimizniki o'zini isloh qilib, bunda izlanish bilan, bir tushunishi bilan, bizlar bunda oldi aqlimizni tushunib beqish bilan bo'ladi-ku bu ishlar. Shuning uchun biz mana nozugum darnigidagi shu qarindoshlarimizga shaxsan biz o'zimiz bu ishni qilaylik deb chiqyapmiz. Xalq tarafidan keng ko'lamda kelgan taklif fikr, buni degan har qanday bir kasal sizlar o'zining hojidan deb shu yilni aniqlab majbur ketadigan degan vaqtida o'tirib chiqqanlar pulni biz eshak olib berildi dedi. Bularning nozugumda shularga pul yig'ildi, ikki odamning guvohchiligida imzo bilan yig'ildi u pullar. Bu xizmatlar unda aslan elib berilmaydi. O'shadan Taylandning xizmatida kecha kunduz shu pul hisobotning xizmatlar bo'lib ketdi. Hattoki eng oxirdagi 2300 liraga kelgan jabduqning pulini biz shunchalik gramlab hisoblab ashuncha qilib ketdik. Qanday yer qimmat oladi, azanabqa ziyon bo'lmasin debchi. Buning uchun bizning bu xizmatga bo'lgan sadoqatimiz qandaqdir qarindoshlarimizni bilish yoki bunday ashloq bildirish emas. Bu xizmatni biz o'zimiz ustimiz olgan keyin chuqum Allohning oldida hisob beradigan holatda qilishimizni biz o'zimiz majburiyat deb bilganligimiz uchun bu xizmatni ustimizga oldik. Shuning uchun xalqimizni bizni umdaq bir tushunib beqishni o'tinib so'rayman. Rahmat, yaxshi aytib berdingiz. Demisam aslida ishning yo'li ayrim mayli qaysi shu yerliklarning jamiyatiga berib, u yerda xiyilib yurgandan bu ishni qilayotgan bir jamiyatga beriblam sizlarga desa, ishning eng qisqa yo'lida mayli davolanish ishi bo'lsin, jamiyat bilan irtibot, munosabati bor doktorxonalar o'zi bo'lsa 100 so'm olsa, sizlar avvalsan 50 so'm oladi. Hatto ba'zi pul olmaymi davolaydi. Ya'ni xalqimiz aslida shu ishlarni ihoda uchirgan masalani tilg'ab o'tdingiz. Nayt yaxshi tushunchi berildi deb qarayman bu masalaga. Endi men o'tgan qatimliq programmada Minor xonim siz men shu muhtojlik masalasini buni xalqimizni sizlar o'zim berib yeydigan emas, balki o'zi ishlab, o'z amgiki bilan turmushini qamdash yo'liga mang'udish harakati. Buning uchun bir xizmat qildinglarmi?
qilyapsizlar. Nima uchun? Davomli muhtojlik shaklda sizlardan davomli eliblam yordam eliblam yashab bo'lmaydi deysan. Bu jihatda qanday bo'lgangacha bir xizmatlar ijobiy ketyapti, muhtojlik ozyapti yoki ko'payyapti Turkiyada? Turkiyada muhtojlik eg'ilishib ketyapti deb aytsam bo'ladi. Chunki Turkiyaning iqtisodiyotida bir tavrlanishni boshlab dollar masalasida. Bundan keyin nurg'un qarindoshlarimizni masalan vatandan keladigan iqtisodiy yana sepkagini yebiyada tep akaganlar bo'lsa, asta-asta hajlash jarayonida tugab ketdi, tugayotdi. Ondan keyin burun nomus qilib yoki masalan ya bayroqning ya tashkilotlarning qishig'i kelishdan xijil bo'lib qo'lida bani hajlab kelganlarmi? Keyin Xudoyim bir gaplar, keyin bir narsa bo'lib qoladi deb turib o'zini yushirib kelganlarmi? Hozir iqtisodiy jihatdan qiynalgandan keyin uyning kirasi to'q suvninki ularning suv haqilari texi qimmatlashib ketgandan keyin o'zini birdan oshkorlab o'tirg'a chiqyapti. Haqiqatan nurg'un qarindoshlarimizninki qiyinchilik ahvoli bor. Endi bizning mening ko'nglim yerim bo'ladigan bir masala bu qarindoshlarimizga bunday tutun bir hal qilish yo'lini texi bir qiplamatimiz. Birsi sanjiq. San ajoyibchiq. Qanchalik masalan? Yani onu men nim qilaman çünkü her bir rayonda hatta xuddi ko'milib qolgan o'chakdan chiqqandek endi chiqyapti. Necha vaqtdan nerede qolgandingiz desak, shu xijil bo'lib kelmagandim, menimda azroq batdi. Ya eva akaganlarim batdi, oltinlarimni satdim deydigan qarindoshlar bormidi. Yoki birisi uyimda o'tirib turing deb berganda hozir uydan chiqirib batdi degandek. Çünkü qarindoshlarmi ba'zi xayri so'yar qarindoshlarimizni o'ylarini bir mezgil berib baqdi ekanimda. Xuddilik bizning qiyinchiligimiz bir mezgildan keyin hal o'tirgandek, bir mezgil o'tirib turing degan, qarsa o'yda o'tirayvergan, ya u ayol o'zining ya u qarindoshlar o'zining kunini o'zi ololmagan, o'tirsa bir o'ydan kirasi bekardan ketayotgan shundan keyin azroq bo'lsin bir kiraga bersam o'zimning qiyinchiligim hal bo'ldi degan narsalar asosda o'ylardan chiqarishlar bo'lyapti. Shu bilan bu 2-3 oila bir o'yda turadigan ahvollar shunda eg'ir. Onun için bizim vatanındaki iş tüzümünden nurg'un qarindoshlarimiz Yezidin kelgan bo'lgandan keyin o'zining tarixchilik ishlari bilan bo'lgandan keyin bir besim nimada turklarda qattiq ishlamagandan keyin turklarning yana ishga kirsa birsi maosh bek yuqori emas. İkincisi bular resmiy ish tüzümü ishlatadi emasmi? Boshqarib ishlatgandan keyin biznikilar Xitoyning boshqarishidan zerikayotgan xalqlar meni hech kim boshqa musulda degan narsa bilan meni boshqaga o'zim bir mustaqil ish qilsam bo'ldi degan narsa bilan ozroq mashqimi bo'ldi deb voz kechib ishlamay uyda turib ketgan allarmi xili bor. Hatto ayollarmi bor. Masalan ba'zi uydagi ishga o'rlashtirib qo'ysak, odamni boshqaradigan men xizmatchisi miydim deb chiqib oldi nurg'unlari. Men xizmatchisi miydim deb chiqib olgandan keyin o'sha ashundaq darajada masalan biri iqtisodiyotdan andaq kesilish, yana bir jihatdan va ishlash jarayonidagi ma'avarchiliklar, uchinchisi bir adam ishlasimi bir necha oilani bir necha jonni boqqanmaganlik ahvol ostidan hozir qiyinchilik burun tul ayollarda yetim bolalar bor oilalarda hozir yeri bor oilalarda bu dahshatli qiyinchilik bo'lyapti demdi. Hem bizningki mening ko'nglimning yerim bo'ldi degan yeri bizning oldimizga tul ayollarni emas eri va ayollarni hozir yordam so'rab kelishga boshladi. Biz şu ma'rif cemiyetinki sosyal hizmetleri bilen başta ashlar deyishgan. Biz ayollar bo'lgandan keyin ayollarning oldiga tul yoki balog'at yetgan yeshi, balog'at yetgan o'g'li bo'lmagan ayollarga kelsin. Bizning albatta dedik-ku, bizning şu Yevropadan yoki Turkiyadan yoki Saudiya Arabistondan ayollar o'zining emgak kuchi bilan toplagan yoki yerdan toplagan pullari aydan mayga aran yetimlarimizning oylig'iga azram berdi. O pul meni saqalib cho'pda ketmaydi. Aran shuni yetkizimiz. Lekin o birlining kirasini o'tab berdiganga, birlining doktorxona masrafini o'tab berdiganga, birlining o'qish pulini o'tab berdiganga imkonimiz yo'q bizniki. Endi aqallisi o'ylagan chaqdimi, agar ani biror tashkilot, biror jamiyat, biror partiyadan pul olmaydiganligimizni bilgan odam albatta sizlar qanday qilib yetishtiryapsizlar, men oydan oyga qanday qilyapsizlar deydimdi. Alloh rozi bo'lsin shunchalik to'g'ri tushunganda. To'g'ri tushunmaganlar kelib mayning kirasini o'tayolmadim. Oyniki xotirasi qolganda yordam qilmamsizlar deydi. Endi ularga qarindishim ahvolim miyagicha deb tushundirsak qayil bo'lmaydi. Ovozimizni ozroq ko'taraylik desak, ranjitib qo'ygan bo'lamiz. Onda bo'lgandan keyin bu bir qiyinchilik, tilimiz shunchalik kuyib ketadi bizningmi? Ham bir yo'ldoshi bor. Qarindoshlarimiz yordam so'rab kirganda
qarindoshim, yo'ldoshingiz bo'lgandan keyin erlarga desadi, "Ya men erim xijil bo'lib deyamaydi, bizga sizga keldik" deydi. Eringiz xijil bo'lsa, erlarga deyamasa, biz bu ayol chig'imiz bilan biz bu yerdan ya maash olmasak, yoki bizning bir yurib turadigan tijoratimiz va cho'ng ishimiz bo'lmasa, ya keladigan bir pulmasa, sizlarga bu uchatdan mana yordam qilamiz. Qani biz mana shu qo'limizdan kelishicha turiklarni buni ko'rishib, buning yig'ini, buning guruchini ashunda qilib yurimiz endi. Bayram Ilmnur qarindishimizda bizning Uyg'urlar madaniy bir tilanchilik qilib ko'chaga chiqib ketmadi dedi. To'g'ri? Bizning hozir xalta ko'tarib ko'chaga chiqib ketmadik. Shaxsiy olarak, ammo biz chiqib ketdik. Biz shaxsan men resmi madaniy tilamchi bo'ldim desam bo'ladi. Lekin tilmayman, Alloh berib, menga buncha pul bering, yetimga berma demayman. Shundaqli qanday desa, manda qiyinchiligimiz bor. Manda deb deydigan bo'ldik. Bu bir tilamchilikning o'zgargan bir shakli. Lekin bu qarindoshlarimiz mening shuni bu yerda shikoyat qilganlik emas, buni bir to'g'ri tushunsa. Yani aldı bilen nimeni doğru düşensin degan chaqda bizga besib qo'ygan bankada pulimiz yo'q. Ya kildigan maqomimiz yo'q. Uyimning kirasini o'tab ben, meni unutib qolding. Adamchiqlab ketdi, meni tashlab qo'yding masalan. Bizmi adam, ya eri va xotin adam emasmikan masalan. Eri va xotinning qo'sig'i oshmamdi ekan degan gaplar bo'ladi. Endi hammasi bizning qarindoshimiz, ishchi yuragimiz pish etishib ketadi. Yordam qilaylik desak imkonimiz yo'q. Qilmaylik desak qarindoshimizning ahvoli u holda. Biz bunun için amalmamış qarindoshlarimizni ish imkoni deb hatto erlarga falan yerda ish barkan, yo'ldoshingizni ish barkan, maishni qilib boqsinmi, mani ichib setib boqamsizlar, mani qilib boqamsizlar, falan yerda bir narsa qilib boqamsizlar deb yo'l ko'rsatib ketamiz xotin-chaqimizlar erlarga. Endi hozir hal qilish masalasi birisi qarindoshlar. Biz vatanimizni tortirib qo'yib qul bo'ldik, shundaymi? Endi bu chet elga chiqib g'urur nadin keldi. Birisining qo'lida ishlamayman deydiganga. İşlesek mi halal aldık mı? Bir ay aram 1000 lira verdik, işlim yetmedi de bir ay bika otağandın 1000 lira işlesin ki işmağını kirasının bir kısmını ötüsün. Ben bunu demek istedim. İkincisi, ayarlara bir iş imkanı tapışkı tirişivatımız. Öylerde işleydiğen, tazlık kılıdığan işlerini kılımız. Hem de bizim bir yuğan bir atölyeye çalışma oyunumuz bulmağın dikin, Nurgun başında Safarköy'de olsun, Uygurlar aşkan atölyelerine ya ki Uygurların bir nimeleri biz ayarlarını evet baktık. İşlesin de. 10 gün işleydi, 15 gün işleydi, çıkıştı sıfıra işe girip gitti. Ne oldu? Yüzüm iki uğandaki takışı diken ben. Patronumla açığı yamanken. Ağırıp kalsam ruhsat vermedi. Hemmesi şunda bahaneler bile. Hem de benim bir yerde sizin gibinizin sualınız gibi zıt gelgende hop kaldı. Biz özümüzü biraz tirişişimiz gerek. Çünkü az olsa özümüz işlep tapkan pulumuz halal pul oldu, belki de buludu. Hem de yeni birisi şu petvanı ben kim verdi bilmeyim ama bundak bir petva bakya karan. Benim hayran kağayırım. Bu xalqning varan qilib etishning petvası. Biz bir yerga muhacir. Zulümden kaçıp geldik. Dinimizni yaşıqlı keldik. Onda bo'lgandan keyin mayli boy olayli, mayli gaday olayli, boshqalarning puli va boylarning bizni beqish, bizga yordam qilish majburiyati bor. Biz tul, biz yetim, bizga yordam qilish majburiyati bor deb qaraydigan patvani bergan ekan. Qanday odamning pulini olib haydasak bizga halol deydigan. Agar ma patvani ko'tarib etmasa, hisobni qattiq beradi. Chunki kim beribdi buni? Bu patva bor. Ha. Nima uchun desa, zaten bizning haqqimiz, nima qarang, bu patva bo'lmasa, qarindoshlarimiz qopib, nima dernek jamiyatlar bizni boqmaydi, nima bizga pul bermaydi degan narsani nereden so'raydi? Shu patvalar so'raydi. Berishinglar kerak deydi. Buni o'zgartirish kerak. Men bayamada fikrimizni o'zgartmasak bo'lmaydi. Hammamiz o'zimizning kuchi bilan, agar birilardan yordam kelgan bo'lsa, yordam bilan hajdigan bo'lsak, mesela 100 lira yordam kelgan bo'lsa, shu 100 lirani hajdigan bo'lsa, hisobini tek qurush qilish beradi Allohning oldida. Agar o'zi ishlab topib olgan bo'lsa, uning hisobini beradi. Agar kelgan yordamni isrof qilmascha, uning hisobini beradi. Niyadan sizdan elib, bir yerdan ilmin oradan elib, ayada 21sidan elib, 3 yerdan bir-birimizni o'qishtirmay elib hajdigan bo'lsa, uning hisobini beradi. Biz jiq o'yinlarni o'ynab ketganlarni ko'ryapmiz. Endi bu yerda millatimizning xalqning ekranning oldida bir narsa deganlik emas. İllet düzelmesi millet düzelmez. Biz illetimizi tuzishimiz gerek. Şunu deyman, eğer ayarlar mesela yani acayip kahraman ayarlarımız var, acayip gayretlik ayarlarımız var, acayip numusluk ayarlarımız var, işbetlik ayarlarımız var. Bir stakan su kaynak su bilen nayip ösümü derdin etmeydiğin ayarlarımız var.
Hatta yancıqda hiç nima qalmasam yardım qildigan ayollarda meni yanımda faqat 5 lira var ekan, buni alamsiz deydigan ayollarimiz var. Sahabelardek ayollarimiz var, sahabedek erlerimiz var maşallah. Lekin ba'zilarimiz yani bu İslam dinimizni yaxshi tushunmaganligi uchun, shariatni yaxshi tushunmaganligi uchun suiiste'mol qilyapti. Yani to'g'ri, qaytasak bo'ladi, so'rasak bo'ladi, berishi kerak. Endi biz unda bermay nima qildik ekan, nima qurib oldik ekan, jamiyatni nima dernek qurib ekan. Biz faqat xayriy insonga bir vasila bo'lish uchun qurdik. Yaxshilik qilish orqali savob tepish uchun qurdik. Lekin biz hech bir insonga sening uyingning kirasini o'tab bermaymiz, doktorxonada davolash bütün masrafingni biz ko'tarib bermaymiz. Sening bütün qiyinchiligimizni bizning ustimizga olamiz. Sen kel, hicret qil, mishaga kel, biz sana kapolatlik qilamiz deb hech kimga so'z bermadik. Agar so'z bergan bo'lsak, Allohning oldida buni javobini berishimiz kerak edi. Men buning uchun bu yerda demoqchiligim, biz qo'limizdan kelishicha qarindoshlarimizga yordam qilishga tirishimiz. İş imkanı qilamiz. Men turklar bilan ko'rasam, bir qarindoshimizni ish qo'llashtirib bo'ladimi? Abla bu yerdan bir ish topib bo'ladimi? Abla sening bir turmush doktoring bormi? Agar bizning qarindoshlarimiz menda bir ish botdi. Mening deydigan gapim shu. Ashlar bilan deyman. Bu ishga imkon, ya puling bormi, beramsan demayman, nomus qilman. Lekin ish topib bo'ladimi acaba? Yani bir ish imkoni bormidir? Ashundaqla deyman. Yani çünkü andak olsa amal va qarindoshlarimiz öz emgigi bilan qilsin. Men hatta dedim ki biz Uyg'urlarda o kadarcık ziyoli bor, kasb egalari bor. Demek Türklerge sizler 5.000 lira işletinler boptu ular üzerlerinin adımını. Lekin biz Uyg'urlarni 2.000 lira işletinler. Böyle sigorta yetkizbermisanlar, yetkizbermanglar. Bizim qarindoshlarimizni paydalaninglar. Yani sizlerden biz paydalanaylik demaymi? Bizden paydalaninglar. Biz bu yerde biraz non tepib yeylik. Biz sizlerden aşıncı derecede yalvarıp getimiz hem de. Bunun için biz qarindoshlarimiz haqiqiy musulmonlik sifatimiz bilan biz mi qo'limizdan kelganini qilsak, qarindoshlarimiz va qo'ldan kelgancha tirishsa demakchi. O vaqt ham kalishib ketamiz. Hozir shunday darajaga keldiki, Xitoyning bir qissasi bor. Hali qulug'ini itib olib qo'ng'iroq o'g'irlaydigan. Men bayonqi ilmidan degan gapni ayg'ir qilma. Hiç kadar teşkilat cemiyetlerine bir fikir beşini qilib, mana qiyinchiligim bor deb bir narsa demaylam, Yevropaga yozadi xatni yoki telefon qiladi. Manda bo'ldim, andaq bo'ldim. Ular o'ylamaydi ekan, Yevropadagi hamma xizmatni qilayotgan qarindoshlar bilan Turkiyadagi cemiyet va aktiv xizmat qilayotgan aktivistlar o'rtasida bir bog'lanti borligini bilmaydi. Ular hamon telefon nomerasini ismini bizga yo'llab qo'ydi. Men tunamsizlar, telefonni salsak chiqadi u odam. Mabek eğer, ben bunu qayta dedim, hazır bizim demek bo'lgan gapimiz shu. Davom qilyotdi demoqchi. Davom qilyotdi, hozirgacha davom qilyotdi. Biz davatimiz hozir Nuru Yevropa qanday uyg'onib ketdi. Yaqinmayli har hadam anlatlam telefon nomerini yani ki yozishganlarni foto tikiblam telefonda evet bizga. Men qarindoshlarni xabaringlar bormisizlar. Yine yüzüge salmaymiz ashni. Sat bo'lmasin deb yüzüge salmaymiz, lekin buning xatimi berish kerak. Duo qilaylik. Hemmimizin iqtisodimiz yaxshilansin. Yine birisi mesela eğer yine bir şu hata var. Xitoyga ishlab, jasuslik qilib, haramdan pul tepib, isil yashab, isil kiyib, isil uylarda tutib yurganlarga hech kim mit gap qilmaydi. Endi tashkilot xizmatlari qarindoshlarımizga Alloh shunday qilib bir rizqini kengroq berib, onlarga yeb, onlarga ishib qolgandek bular pulimizni xajlab oldi. Sen kaçan pul verdin ki biz senin pulunu xajlab oldik. Delilin bormi? Beğenmeydi. Bu bir töhmet. Bu xizmatni qilgan chog'da bizning bir ustunlardan bular shu millatning qo'lisini tashlaydi. Masalan, qarang, bizni hech kim bu yetimlarga yordam qilinglar deb beshimizga tayoq to'qmoq miltiq bilan majbur qilmadi, o'zimiz chiqdik bu yo'lga. Chunki bu yetimning ishi, tulning ishi, muhtojning ishi Allohning oldida hisob beradigan ish bu. Biz faqat buning savobining kattaligini deb chiqdik. Muşa arqalıq bir millet qutulub qalamiki, muşlarning duosi bilan bir millet o'ngishilib qalamiki, nijot tepib qalamiki, mush bir yaxshi ishning sababidan biz mi bir qutulub qalamizmi deb oxiratligimizni qutqizish uchun chiqdik bu yerga. Ammo hech kimga sening bütün ta'minotingni biz beramiz. Biz namrat yashaymiz, yemaymiz, ichmaymiz, uyda o'tamaymiz, sizlarni boqamiz deb so'z berdik biz. Naqlashma yo'q gibi. Hem bir de aldı qatında deb o'tib ketgandim, endi takrorlaga dayman. Biz muşu cemiyette, muşu nuzugum cemiyetinde a'zo qabul qilgan chaqdimi namrat kunini olamaydigan, anda boshqa muhtoj qolgan odamlarni olmadik ishiga. Chunki insonning nafsi agar kelgan yordamlardan yoki birlar yordamda ko'zi qonmasin, tasodifiy efsamusin, tasodifiy hajdabsamusin deb yeri baqalaydigan,
qanaatcan, vatanda müşadamı küzü tok, bir kesip ehli, iş ehli, işini bilgen ayollarını aldık. Bunun için yine o ayollardan gumanlanışqa, yoki qilishqa, menden gumanlansın, o başqa da. Hatta işlatgan qarindoshlarımızdan gumanlansınmı, ularning haqqiga kirgan bo'ldi deb qarayman men. Allah hammamizga aql fikr bersin, bo'libmi ko'z qarashimizni o'zgartirishimiz kerak inshaalloh. Albatta. Ya müşadim şu xalqimizga bir chaqiriq sifatida aytilsin ekan bu masala. Aslida shu bir ishlarni sistemalik elib berish uchun masalan bunda pochfurat u yerdan bu yerdan qildiganlar aslida buning oldini olishning birdan bir yo'li shunda bir narsa uchirgandek ekan siz falan jamiyatga berang. Men bunda qilolmayman desa ular mandaki onun bundan shunday pochfurat ishlarni siz degandek bu salbiy ishlar yuz bermasligi uchun bunun ciddi bir faydası oldu. Hem şu puldarlarımız, iqtisat egilerimiz mi özünü Allah aldaki mecburiyetini ada qilish uchun şu cemiyetlerini ciddi şekilde qo'llab bersa ve hem şu ihtiyojlar haqiqiy ihtiyojlarni şu cemiyetler tashkillab, tekshirib malning haqiqiy çünkü sadaqa deganmi zakat masib bo'lsin, dal joyiga shuningga haqli kishilarga berilmasa o ada bo'lmaydi Allohning dargohida. Chuqum belgichima bersem agar yağın yapgan bo'lsa o'ziga deplamında sal qarab öz o'rniga tegmasin bo'lmaydigan masala bu. Shuning uchun shunday maxsus bu ishni qilayotgan qarindoshlarga yordam qilib boshqa qarindoshlarimizni shu yerga bering sizga chuqum ega chiqadi deb shu yordam so'raganlarni shu yerga avatish eng muhim masala. Yordam qilsaqmi shu jamiyat orqali qilaylik biz. Shular turkcha referans deb qo'ydik. Sizni ashlar tunishtirsin. Çünkü yeni bir qo'shib qo'yayman, bizning shu Nozugum jamiyatida 9 kishilik bir guruhimiz var. Maxsus ularga ziyorat qiladi. Ana Mehribon analar guruhi bir guruh qurildi. Ular uylarni ziyorat qiladi. Yine biz shu birga ishlayapmiz. Hozir eng qisqa zamonda Nozugumning sho'basi tesis qilinyapti shu şekilde. Biz hozir shuni qo'ydik. Agar bir qarindishim qiyinchiligim bor, manda desa, ha shunda qilgan sizga yordam beradi deb ismini yozib qo'ymaymiz hozir. Tekshirib, ras yo'ldosh turmidimi yoki ajrashib ketganmi, iqtisodiyati qiyinchilikmi, o'zining uyimi emasmi, kim bilan turyapti, oylik qanchalik, chiqimi qanchalik, oshta qilib beramiz biz buni. Agar biz tasodifiy bizga tizimligini demay, Yevropadagi urug' tuqqanlarga murojaat qilgan qarindoshlarimizmi bizga murojaat qilib manda bir telefon keldi bizga ismi falonchiga ya faloniyada o'tirgan ya bunday ekan siz bir ko'rishbek rasmi ras qiyinchilik bo'lsa yordam qilay desa hay biz bek qo'shilmiz yordam qilay desa bek qo'shilmiz berib tekshirib agar ha to'g'ri ekan siz yordam qilsangiz bo'ladi ekan zaten bu ahvol bor ekan deymiz o'zini bilan uchrashtirib qo'yamiz ya kelgan yordamini elib ben munchilik falan yedim ya mesela Kanada'da munchilik yordam geldi topshirib aldım falanchilar orqali degan hujjatini yesib resim tortib evet beramiz. Biz başka bir qancha davlatlar bor, ashuna ishlayotgan qarindoshlarimiz bor. Shu agar menga mesela 5 balning ya 10 balning pulini biz beraylik desa, 10 balning pulini tek imzosini atqizib, bo'lgandan keyin resimini tortib, qog'ozini kilos evet beramiz mana 10 balning atgan imzosi deb. O ballarning telefon nomerini beramiz, o'zlari ko'rishadi. Men ayrimchilik pul evet ketdim, aldingizmi? Aldım. Kimden aldınız? Falancadan aldım, falan dernekten aldım. Biz bu şekilde sistemlik menfaatimiz hazır. Hoş. Hanıma gördü. Tamam, koşuduğum bir yaptım. Olarak bu koşumcu nokta çıkıp kaldı mı sözlerinin ceryanında? Hoş. Endi bu hazır biz xalqimizga shunda murojaat qildik. Tashkillik, intizomchan, mushtabir dernekniki vasila bo'lishi bilan iqtisodiy yordam erishsa, o'rtamtanilqi ağalla ilib amaydıqmanda əhval tüysə, yakımızda bir umumizdə qiyindaşlarımızın halini yetişkə biz qulumuzun, gücümüzün yetişi bir iş qısaq dedik. Ama bunun üçün yanıla biz pulu var, xalqımızga şunu müracaat qilishimiz kerak. Pul yo'qlarni bizga kelinglar müracaat qilib qo'yib, ular kelsa biz pul olmay qolsa, mana deganlar qani biz bunda gapinglar qilamidik deydigan ish chiqadi. Şununla biz hem de hazır Xitayning zulmü bilen biz mi boykot qılındık hesapta. Şekli özgərən bir boykot bolsunmu? Peyğəmbərimiz şu Əbu Talib jılısı qamalgandek Türkiyədə hazır nim qıldık. Bir qamalıb qalmagan bolsaqmı, lekin şu iqtisadi halat yaşayapmiz. Birsiga Türkiyənin bizning keng ko'lamda iqtisodiyotini desteklaydigan hali yo'q. Türk xalqining uchun nurg'ullar namrat. Bunu bilishimiz kerak. Ikkinchisiga biz bu yerga muhojir ular ansar bo'lganki, cho'qim bizni mana holimizni xabar olish kerak deb ularni yomonlaydigan ishni qilmasligimiz kerak. Agar biz haqiqiy muhojir bo'lsak, agar dinni haqiqiy tushungan bo'lsak, burun dinni tushungan shu muhojirlar hargiz ular tayinolmagan. Mana bozorni ko'rsatib qo'y, savdo yo'lini ko'rsatib qo'y degan. Bu nuqtalarni dinimizda amaliyot tatbiqlashni bilishimiz kerak-ku. Üçüncüden
Muşu pul bəgüçlər, yəni pul toplaydıqlar. Məsələn biz Nozugumdan pul toplagan bolsaq, mən təşviqat pul degan bolsam, yoki mehribanlardan qopab bir pul degan bolsa, yoki yaşlardan qopab bir pul degan bolsa, muşu pul toplaydıqlar orunlar ortaqlıqni hasil qilish kerak. Hamma adam o'zini oldiga pul to'plab, men o'zimning oliy maktabning bolalar qilsam bo'ldi, qog'imni nimcha tiqim. Yoki biz falonchini qilib buning bilan nima karim emas, pul to'plash bir o'rtaqligi bo'lish kerak. Garchi u pulni bir arga kelib sanamsaqmi, falonchi u masalan xalqda manchi pul yig'di, bu manchi odam keldi degan, kapta keldi degan bizda bir huquq bo'lish kerak. Chunki men masalan shu mehribonlar xizmatida chiqqandan keyin so'yindik. Chunki bu xizmat onalarning qilinayotgan xizmati bizning Nozugum darnigida yetim bolalar, tul ayollarning asos tutgan mezgilimizda o'rtaga chiqdi. Bu qiynalishimizning nayda so'yindik. Chunki bu jamiyatda cho'ng bir boşluqda bucu. Endi bularning qilgan xizmatlarini biz ko'rib yetyapmiz. Maşallah, har shanba kunda keng ko'lamlik shu oila jazlari, uy saymonlari kerak narsadan taqtivyotdi. Endi bu bir yaxshi xizmat. Ama yaxshi xizmat bo'lgan bilan biz vatanninki men diboni o'ylab qoldim-chi bu xizmatni ko'rgandan keyin. Vatanning turmush kapalati deb ashar ayda 500 qo'y berib qo'ysa, ko'cha tozlig'ini qildi yoki bo'lmasa ash pashpirat ishlari ma'qul deydi. Hattoki bir ayol batdi bizning shirkatning oldida qachonlik qarsam jimbil qasqan biridan satdi-da. Hech qanday odamga o'sha jarat qo'yg'i yo'l bermaydi, xuddi shu mezgillarda, ammo bizning dukanimizning oldida shu ayol bemalol sata oladi. Shuni men boyaga bek diqqat qildim. Bu yılki nimniki hükümet tarafı saçlarımı qoğlamaydı. Bir kunlarda men dedim de ötkiler bu nimishki bu yıl daim bir yerda oturdusun bu yıl işpiyon degende men işenmedim. Yılki bir adamlar yaman guman qilish to'g'ri degan. Hejab bir bu köygel adam işpiyon degili bo'lmaydi dedim. Bir gün ötdi. Dal aş ayolninki shu banshulik bir saqchiga, shu polis kiyimini kiyib olgan birisiga, shu uydagi qo'shnisini ayvonini da'vat qilib anglab qoldim. Voy qachon keldi desa, voy 2 kun bo'ldi ki qarang 5 bolasi borki, eri yo'qda qildi deb. Nereden keldi, xotandan keldi deb, shu ma'lumot berayotganini anglab qoldim qarang. Demak, jo'g'an gapi shu dibo 500 qo'y pulga, shu pul berib turgandan keyin endi ashunga hukumat o'zi xohlagan ishga ishlatadigan holatga kelgan gap. Endi bizning bu yerda xizmatimiz uning bilan osmon-osmon farq qiladi. Lekin biz insonlar siz deganda kunib qilish bo'lmasligi kerak. Basamli bo'ldi kerak. Ham kunib qolgan qanday insonlar bo'lsa, men yaqinda bir ayol bilan ko'rishib qoldim, 7 bolasi bilan qapdim. 7-ci balası qo'zqitib vaqtda eri kirib men shu qo'rajani setib chiqmadi, kirib ketibdi ekan. Shu 7 balasi va ayol bizning Nozugumga tizimlatmabdi. Yetim bolalarga tizimlatmabdi. Voy siz bu 7 bola bilan bu uyingizni qanday qilsiz, o'zingizning uyingizmi yo'q ijara uyda deydi. Nima tizimlatmadingiz desam, yo'lishimni qilib qo'ygan azroq pul vatdi shu bo'lganlikka tizimlatmadim deydi endi. Shundaq bir ayollar bor endi masalanda. Endi mening bir demoqchi bo'lgan gapim biz mush pul yig'ish o'rtaqligida bir oraga kelishimiz kerak. Masalanda qaysi kuni bizningki Nozugum tarbiyalash markazining ijarasini xalqdan so'rab olamiz. Ashada ba'zi bir qindoshimizning ozgina bir maoshini xalqdan demoqchi bo'lgan biz xalqimiz tilamchi bo'lib ketmadi, ammo biz zamonaviy tilamchi o'ynab qoldik. Shaxsan meni ko'rganlar ha pul lozimmi deb so'raydigan bo'ldi. Meni pul so'raysiz, pul deb keldingizmi deb chaqchaq qildiganlar bo'ldi. Ammo ilmiy tilamchiga biz o'ynab qoldik. Endi bu shaxsan o'zimiz uchun bo'lmaganki, yana g'ururimizga ilib bu ishni qilib ketbarmiz, lekin bu qachongacha davom qildi. Masalan, bu bir masalasi va yana birisi men xalqimga keng ko'lamli bir murojaatni qilaman. Xuddi biz mush hukumat organlarida demokrat davlat bo'lsin yoki Xitoyda bo'lsin, davlatning har qanday yerda bir sug'urta pul topshirgan ish bor. Sug'urtaga pul topshirgan ish bor. Bu sug'urtaga biz saq vaqtida topshiramiz, masalan, og'ir vaqtida biz paylanamiz. Masalan, mayli butun jamiyat derneklardagi xizmatchilardan tortib oddiy tijoratgacha, hatto oddiy oila ayollargacha har oyda to'xtab turmush Nozugum jamiyatida yoki falonchi bir o'rinmush xizmat ega bo'lgan bo'lsa, biz ashuni kuchlantiraylik. Har oylik iqtisodini belgilagan kuchlish kerak. Biz odam kelib, bir odam kelsa biz xizmatni qanday qilamiz? Bu bir tangpollikni saqlash kerak. U bizga bergan pulni biz maash olmaymiz uningda. Yana shu xalqning ehtiyojini chiqishimiz kerak. Yani bir muhim deydigan bir nokta. Ben Türkiye'de hem adamlar iqtisodiyotda bunday Türkiye'nin hozirgi sharoitida iqtisodiyot butunlay shunday falasholdi keldi deb o'ylabdik, ammo unda emas ekan. Hamma odamlar rizqi o'xshash bo'lmaydi ekan. Lekin bizning boylarimizningki bu bizning Uyg'urning davosi shunchalik ilqi yuqori pallaga chiqqan, ya'ni zulmga uchrayotgan davosi shuncha yuqori pallaga chiqqan. Bu tul ayollar shuncha ko'paygan. U erlarimiz bor degan bilan ish topolmayotgan, topgan pul uyga yetmayotgan, mushunda bir holatni tushunayotgan Uyg'ur boylarimizningki pullarini joyiga ishlatishni o'tinib so'rayman men. Chunki ashlar pulni xuddi yaxshilikni o'zingdan boshla dedi-ku. Amaliyotda ko'pincha odam gapni qanday tushunadi, qo'shnisi ochtirib o'zi to'qishgan bizdan emas desa, biz yaxshilikni oiladan boshlash degani ondan tushunishimiz kerak. Biz bir Uyg'urlar bir oilaning odamlari, bir vatanning, millatningki bir nimasi jo'g'lanmasi. Bizning shuncha qiyinchiligimiz bor turib, u boylarning boshqa o'rinlarga yoki bo'lmasa o'zi xohlagan bir ishlarga pulni isrof qilib yoki sadiq qildim desimiz, joyini topmas bo'lmaydi dedingiz. Bizningki buna ehtiyojimiz bor. Buning uchun bu boylarimiz bizga bunday iyilik tiklashni nima qilish kerak? İzcillashtirish kerak. Bo'lmasa bizning jamiyatlarni qo'llashni izchil qilish kerak. Mesela o hem adam özünün şahsi mesela pulunu bergandan keyin aman ishlatinglar deydi, uni hisob kitob qilib bo'lmaydi.
Unda olgandan keyin mush derneklarni surishti qilib, ras mushta qurilg'ini ras bo'lsa, qonunliqli ras bo'lsa, mushta xizmatlarni ras bo'lsa, bizga har oylik bunga kirim manbalarimizni to'liqlab turish kerak. Bu pul nereden keldi? Mesela bizim bir devletimiz olmasa, yakımızda bir yerde bankamızda pulumuz olmasa, biz bu minavarın güçüyle, benim güçümle, 2-4 adamlar deyişi bilen bu iş hal olmaydı bir yerde. Bunun için bizden bir kirim tapavat kıldığı ornumuz buluş gerek. Bunun için yanılı kimge ihtiyaç diyen çağda, ben bir ziyali adam battı, bir okuyucunun işi bile izlep dikenme, muştan her ayda bir 200 gün yardım kısınız, kıyıncılıkını ötep gidikken desem, ha buldu dedi. Dep buğan iken la, anayken ayalım bile görüşüyorsun dedi. Diyen ki ayalı bilen aboptu şu pul için görüşelim, görüştüme görsem, vay biz bunda okuyucunun 5 yardım kıvattığımız her ayda dedi. Hem de aşılar bir maaşıdın 5 okuyucu yardım kıvatkan diken ben 200 liram bermem oldu dedim. Numuz kıldım ben yani kayıtlıp onun bir bisim kılışını halimidim. Onun bir ailesi var, nemisi var. Şunun için biz ilk sağ kültürümüzde, biz bulunduğumuzda asakları getken konusu var da şu her etkin bir şey gerek. Bu için eğer bizim bunu sistem hazırlar. Mesela bizim o yaşın sakal kısmını saptırmak savatudu. Ben şu pratik işlerle birge, şu nurgun kendaşlarımızdaki şu Tayland'ın kaçkan kendaşlarımızga yıkan pul doğruluk hesap alıverdiyse, ben içki guvacının aldı da bütün hesap kitabını kıpıralayımız bu hesap kitabını. Halkımızın bizden hesap biliş hakkı var. Lekin xalığınca ağzı kelgeni joylab toplada, yakımız bizning şahsiyetimizga tegadigan gaplarni qilish haqqi yo'q. Bizning haqqimiz kirib qoladi. Shaxsan bizim mush xalqning fitnesini qo'rqib, umdiriq kiyishdan ya umdiriq bir narsani taqashdan ya bir yerga bir umdiriq birini yeyishdan qo'rqadigan bo'lib qoldik. Gapni rostini qilsaqchi, biz gapdan qo'rqib, bizning haqqimiz bor turmushda yashash haqqimiz. Buning uchun bir-birimiz haqqi kirmaydi deyotganmiz, eng avval bir surishti qilishni, bir iznib beqishni, bizning holimizni bilib beqishni so'raymiz xalqdan. Evet, yaxshi, aytibdingiz, rahmat. Oxirida men avval biz savolni unutib qolmaman shu. Albatta Turkiyada nurg'un ijtimoiy jamiyatlar va millionlagan muhojirlar var bu yerimde Turkiyada. Bu sizlarda bir qonunliq jamiyat bo'lish sifatinglar bilan buni masalan Qizilay sistemasiga shu muhtojlarni tizimlab davlat tarafidan maosh oladigan shaklda udulluq bo'lmamdi bu ishni. Suriyaliklarga o'xshash. Maaş yok. Biz bunu ben sürüştürdüm. Çünkü benim bu işin olanıken ben de Ankara'larla sürüştürdüm. Bizim Suriyaliklarga o'xshash hazırında maaş elishga bizning shartimiz to'shmaydiganligini so'zladi. Çünkü dedi ki Türkiye xalqaro qonunda, Göçmenler Kanunu'da bir devlet urush bo'lib qolsa, urushdan qaçqan bir şu devletning fuqarolarining ikkinchi bir yak onun başka devletlarga qochib chiqqan chog'da şu devletdagi odamlarning ularga ta'minot berish, ularning hayotini saqlab qolish uchun yordamda bo'lish ashlarning majburiyati bo'ldi ekan. Bu xalqaro qonun ekan. Çünkü urush bo'layotgan devletimiz zaten xalqaro e'tirof qilinadigan bir devlet bo'lganligi uchun urush qonunida shunday ekan. Lekin bizga unda yordam qilinmasligining sababi ular o'xshash qilinmasligining sababi biz Sharqiy Turkiston bir mustaqil davlat bo'lmaganligi uchun yana Xitoyning assimilyatsiyasi ishg'olda oldida bo'lgan davlat bo'lgandan keyin Xitoy bizning urushimiz bunda Suriyaga o'xshash bombardimon bo'lgan yoki Xitoy bilan qurolliq bo'lgan bir urush bo'lib, biz bir mustaqil bir davlat bo'lgan bo'lsak, qochib chiqqan bo'lsak, u vaqtda bizni bir mustaqil davlat mazlum holatga tushgan urushdan bo'lgan bir davlat qatorida qabul qila oladiganligini, bu misol bunday Xitoyning bizning beshimizda turgan Xitoyning qarshiligi ostida bizning bir mustaqil bir davlatning o'rniga qo'yib yordam qila olmaydiganligini dedi. Evet, yig'ib aytgan chog'da bizning o'sha Turkiyada Canımızda saqlab qolganligimizning o'zi, yani eng cho'ng bir nima ekan, bizimiz qilingan bir yaxshilik ekan. Ammo Turkiya hukumati hech qanday bir ommaviy tashkilotlarning bizga yordam qilishini cheklamaydi. Bu bir yaxshi bir ish, lekin Turkiya xalqidanmi shuni deyiladi, bu bir shaxsiy gap. Turkiya xalqining qo'lidan naqd pul olmoq intayin tez. Bular aslida naqd pul bermaydi. Nayta az Ramazonlarda bir chiqib qolsa, majbur zakat ayirish. Lekin bular deydi, ya sizlarga kiyim olib berayli, yoki un guruch olib berayli, naqd pul bermaydi. Bularning urf-odatimiz shunday ekan zaten. Ya buni o'rganib qoldi demdi, yoki pul bek tatliq qilish, naqd berishni yaxshi ko'rmamdi, ammo undaq naqd pul berdigini bek az. Yo'q deyarlik masalan. Bizga kelayotgan yordamlardimi, shu o'yini ko'rsatib qo'y deydi. Lekin yana beradigan shubhasimi, jamiyatlarga bermay, biz ko'rsatib qo'ygan yerlarga ash berdi. Lekin bek tez chiqadi. Ular qanday pul desa, shaxsiy bermaydi, bir jamiyatga berdi o pulni. O jamiyatning odamlari vakil bo'lib kelib, yana bir jamiyatning odamlariga ashunday taqdirdi. Unda shaxsiyni qo'lib pul bermaydi.
İşede qıstırış bek mühim nöqte bo'lib qoldi. Hozir meni o'zimga binoan ism keldi. Ana keyin bizga har qaysi o'rinlarda masalan boshqa O'rta Osiyo davlatlardan yoki boshqa jamiyatlardan sizlar iqtisodiy yordam beramiz deb keldi. Kelgan ularning qo'ygan birinchi sharti shu tul ayollarni, yetim bolalarni ko'rsak deydi-ku. Degandan hozir xalqimiz qalasi ichildi. Ba'zilar hamda bizni ko'rsatib, mushlar o'zining jamiyatlarga pul oldiga o'xshaydi deb tushunib qolgan tashviqotlarmi bo'ldi-ku hamda. Ammo ular kelib hamda ba'zi vaqtlarda az miqdorda pullarni qo'lga tutqizib qo'yib ketdi. Ketgan bilan ular uzun mezgillik bir ishlarni qilamiz deb plan bilan ketdi. Ular odamni ko'may, ayolni ko'may, bolani ko'may, uyini ko'may pul bermaydi. Buning uchun xalqimizmi falonchi vaqt falon etganda kelgan, sizlarni kelinglar ko'rgan desa, to'g'ri tushunchada bo'lishini so'rayman. Bizni ko'rsatib pul oldik degan menda xato tushunch bo'lmasin. Qarshi taraf bizdan shuni talab qildi. Chunki ularni o'ylaydi, chunki bu odamga o'tiribga chiqqan odamni ko'rishni xohlaydi. Yo'q, yerga pul berishni ulimi xohlamaydi. Shuning uchun xalqmi bu tarafda ideyasini ozod qilish kerak. U bir nomus qiladigan ish emas, g'ururimizni olib ketadigan ish emas. Hech kim ko'rmasa bir narsani qo'rqmay tilab so'raydigan, bir kim ko'rib qolsa sotadigan ish emas. Zaten bizniki shu qarindoshlarimizning bizga yordam qilmasa deb kelganlarning ayollarni, bolalarni ishda ko'rishning o'zi, uni mediaga chiqishning o'zi, masalan, mediaga chiqmasin, qo'ymasin televizorda deydiganlar bor. Aslında özü Xitayning zulm uçurganımızın isbatı. Bizning bir boy bir davlatimiz var, vatanimiz var. Eğer biz zulm uçurmaganmızsak biz herkes onda başkalarına yardım muhtaç bo'lib qolmaydik deganning isbatı. Buni bu zulm nuqtasini tushunish kerak buni. Herkes bu yilqi xon oldiga bir tilamchi bo'lib qolgandek emas. Buni qarshi taraf bizning buni talab qildi. Bu bizning xalqimizningki mushu tashviqot ishi bo'lsin yoki mush dernek ishlari bo'lsin yoki mushunday jamiyat ishlar olish jarayonida nurg'un ishlarda eng avval xalqimizning har qaysi sohada ideyadan bir o'zgarish bek muhimligini his qildi. Ideyadan ozod bo'lishi. Chunki bizning hozirgi kambag'allarimiz vatanda zaten kambag'al bo'lib boqmagan. Uning ustiga bek boylarimiz meyakanda bir xil pulda arilib qolgan bir holat bor-ku. Bunda holat ularga bek ig'ir keldi. Ba'zilari tilamaydiganlar bor, gap qilolmaydi. Hatto kasal tortib yetib ketganlar bor, shu pulni arilib qilib, hech nimasi qolmay. Unda bo'lganki bizga bir muqim bir yerdan, muqim jamiyatlardan pul kelib tursa, biz diyamaganlarga bu pulni yetkazib bera olsak, masalan, Qur'onning hukmi bo'lgan degan eng katta sabab shu. O tilab kelganlarga beraversak, tilmaganlar qolaversa, tigi yana zulmdan yaxshi qutulmagan bo'ldi. Uning uchun xalqimizniki ideya jihatdan bir ozod bo'lishini, bir fikri inqilob qilishni o'tinib so'rayman. Chunki o'zlari ish qilib boqmagan odamlar ish qilgan odamning qadrini faqat bilmaydi-ku. O'zlari ashna chekib, masalan, bizning oramizga nozim kirganlar burun chat tutganlar bizga har xil gap qildi. Voy, maosh oldik ekansizlar, kirgandan keyin voy xudoyim, yenimizdan chiqim bo'lgan ekan-ku deydigan bo'ldi. Shuning uchun bu xalqimizning yana bizni tushunishini o'tinib so'raymiz. Agar bizda ba'zi bir masala bo'lsa, tanqidiy fikr ba'zi biz qabul qilamiz, chunki biz inson, biz farishta bo'laylik deb o'tirib chiqmadik, faqat bir xizmat qilaylik deb chiqdik. Buning uchun xalqimizga biz bu programmamizda rahmat aytamiz. Chunki bizning bu xizmatlarimiz shu xalqimiz qo'rg'anlik uchun qilib qilyapmiz. Agar xalqimiz qo'lmasa biz qilmaydik. Shu muhtojlarimiz bo'lmaganmisa bu savob ish bizga yo'qdi. Shu muhtoj qarindoshlarimiz bo'lganlik biz uchun bisim emas, biz uchun sharaf. Onun için biz hemen narsa bir to'g'ri yo'lni tushunishga tirishsak. Ko'pdan ko'p rahmat. Nayt yaxshi tushunchlik aytib berdilar ikkalanglar. Alloh razı olsun. Qadrli qarindoshlar, tushunchida berilgan fikrlarni aytib ochiq bo'ldi deb qarayman. Bizni O'rta Osiyodan ko'rayotgan qarindoshlarimizga bu yerdan chaqirqimiz yana shu albatta eng ko'p sonimiz, nüfusimiz aşağıda bizniki. Shu qarindoshlarimiz bu nidolarga chuqur javob berdi deb qarayman. Mushundaq og'uchi bilan berguchining o'ttirsidagi bir qo'l hamda bu jamiyatlar qilayotgan shu qarindoshlarimizni ko'plab kuchaytirish har birimizning majburiyat deb qarayman inshaalloh. Ve bu muhtojlik ahvolimiz bu inshaalloh tuzalgusi, yo'q bo'lgusi inshaalloh. Bu arzu bilan, bu umid bilan inshaalloh programmamizni bir yerda oxirlashtirsak, yana bir qatimliq programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.